Girdik mi? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kaderlik dünyanın her kaysi çaylardaki Uygur Müslümanları, Uygur tilini anlap düşündüğün kırındaşlar, Pidaylar ikranındaki kaderlik görünmeleri. Biz bugünkü Kur'an'ın Nezer programımızdaki 22. sanada şu Kur'an'daki salat, yani biz namaz da düşünmağın salat kelimesi doğruluk ama şu ufkum Kur'an'ı ufkum doğruluk Ustaz Kerem Zahir Efendim'den tayarlap kelgen derslerini birlikte müzakere kılımız, tinşeyimiz. Esselamu Aleyküm Ustaz. Kanda havaları yakşabdan tuğdun mu? Ve aleykümselam. Yaxşı Allah'a şükür. Eydler mübarek olsun. Özlerden olsun. Hemimizin eyti mübarek olsun. Kalan kurbanlıklarımız, ağırlık salih emellerimiz bizni Allah'a tekama yakın kılışka nisip kılsın. Şu burun endi şu Kur'an-ı Kerim'de peygamberde gep yok dedik. Onu da Nebi ve Resul dep badep o ders kılgandan keyin nayeti yaxşı keyfiyatlar şekillendi etrafımızdan bunu düşüngen kardeşler çıktı. Bugün bizninki hayatımızda nayeti mühim bolan biz Parisçiden kelgen namaz toğruluk ama Kur'an'da salat tekrar kenara mezmundaki bir ufkum hem düşü. Onu sıra bizge şunu düşündürüp böyle bugün. Demişim bu namazga kadar hem de bu daha edecek yapılı var. Hatta şu yer geldik ki eğer atanımız, anımız yani namaz kılmaydan birisi bulup kalsa mesela şunun tamamını yiyişme haram. Deydiğin adet geldik. Hayatımız şunu yaşadık hem düşü. Şunun başka bu namaz ne? Bu salat diyen ki bu ufkum ne? Biz kandak düşünüşümüz gerek. Kur'an'ı Salamu aleyküm. Dünyanın yakası yaylarda görmedik kıyırındaşlar. Hem Allah'ın ki ötüp ketken Kurban Bayramı Allah'ın mübarek olsun. Aleykümselam. Nəhayət bir mühim bir kelime üstü toxtuluvatımız salattan ibaret. Kur'an-ı Kerim'de 80 neticede salat kelimesi çıkıyordu. Hem bu salat kelimesini asasen namaz dep tercim kılıklık Kur'an-ı Kerim'de. 80 neticede namaz okuş doğruluk öze ayet var. Onun için bu namaz nəhayət bek mühim. Bu dinin asası men hedemes men ekamet salat fakat ekamet din ve men hedemeha fakat hedemet din. Dep aşındaki öze nacık tasvirler bolgan rivayetlerde. Hem de bugün şu salat degeni zade fakat şu namaz mı ya ki olmaydı başka bir manası mı var mı? Bu hafta biraz toxtulup öteyildik. Allah razı olsun. Salat kelimesindeki Kur'an-ı Kerim'den ben tapqınımga asasen bütünley şu 80 netçe ayetinin hemmesini ve başka onun münasebetli ayetlerin hemmesini bir quru tekşirip kögenden keyin bu salat kelimesindeki asasen iki xil ma'naga yig'incha qilinganligini tapdım. Yani bayqadım ben Kur'an'dan. Birincisi yardım. Yani Kur'an-ı Kerim'deki salat kelimesindeki mutlak köp kısmı yardım manasını ifadeleydi. Yani eqimus salatu ve atuz zakat, eqimus salatu ve atuz zakat diye yerindeki asas kısmı zakat veriş arkalık yardım kılış. Zakat veriş arkalık yardım kılış diye manasını ifadeleydi. Yani iqtisad cihetten yardım kılış, hakimiyetke yardım kılış manası da aşındaki özü başta öyle okşaş aşındaki nesilini tesirleydi. Bununki az, yani az bir kısmı namazını ifadeleydi. Namaz ifadeleyen kısmı asasen zikri degen manalı birge keldi. Şunun için biz müşahede bununki yardım degen mananı ifadeleydigan kısmı karta bir qancha ayet üstü toxtalımız. Estaizu billah.
Sure Ahzab'niki 56. ayetinde İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslîmâ degan müşahid bir ayet var. Bu ayetni nurgun tercümelerde olsun, aşu tefsirlerde olsun Allah'niki melaikleri peygamberge rahmet kılıdı degan ma'noda Yordam qiladi mı? rahmet kılıdı degan ma'noda tercüm kılıklık. Ha. Ve ahirisi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima deganning o'zini mu ey mu'minlar sizlar o peygamberge durud aytinglar deb tercüm kılıklık. Şunun için bu Türklarniki mayli Türkiye'nin içindeki olsun, mayli sırtındaki olsun Türk camiasındaki mutlak köp kısmı da zaten 99% desek boludu. Başka özü milletlerindeki camilerde mi cuma günüsü muş ayet okulga vaqtida aqidullah pısıldap Allahümme salli ala Allahümme barik ala'nı koydu. Çünkü o peygamberge durud aytinglar deb tushungan bo'lg'achqa ular o'zicha payg'ambarga durud aytib Allohumma salli ala Allohumma barik alani hamda o'qiyotgan hamda. Hatta buniki asli ma'nosi nima degan vaqtda Allohning malaikalari payg'ambarga nabiyga yordam qiladi. Allah kitobini tushirish orqali malaik yana payg'ambarga kitobni vahiyni akib berish orqali. Hamda mu'minlar nima vazif keladi degan vaqtda ya ayyuhallazina amanu sallu. Ey mu'minlar, sizlar u payg'ambarga sallu degan yordam qilinglar. Va sallimu taslima. Va sizlar u payg'ambarga tushgan narsaga, payg'ambarga tushgan Allohnikin Allah tushgan narsa, malaik u payg'ambarga akagan narsa nima? Qur'oni Karim. Yani Peygamber Aleyhisselam ekegen nas Kur'an-ı Kerim. Aşı Kur'an-ı Kerim'e sellimu teslima. Tuluk teslim bulunla. Tuluk boysunla aşı Kur'an-ı Kerim'e aşı Peygamber ekegen nasıl tuluk boysunla oldu yani. Yani bu yerdeki sallu ve la yusallu'nun işkilisi nemini bildirdiyse müşahede yardım kılış manasını bildirdi. O herkes mi Peygamber'e durud etiş manasını bildirmedi. Eğer o yerde muş ayetini okuyandıkken Allah'ım salli ala, Allah'ım barik ala'nı okusa o adam özü günahkar olur desek oldu. Çünkü Allah bizni peygamberge yardım kılınlar deb bizni buyurvatsa, yani şu vaxtdaki sahabalar deyotgan söz bu. Yani peygamber yardım kılınlar dese o adamni qudlikin ey Xudo sen yardım qil. Xudalqi Yahudlar nimaga alqi Talut Jalut bilan nima urush qilish qilgan vaqtida fazhab anta va rabbuka faqatila inna hauna qaidun degandek bir so'z endi. Biz ayber urush qilayli, dushmanni yengib, vatanimizni qo'lga olayli desa, sen Parvardigoringni berib urush qilib kelgin, biz mayda o'ltirib turaylik degandek, siz o payg'ambarga yordam qilingiz, ya sen yordam qil. Biz qilmaymiz, uni sen o'zi qil degan gap endi. Bunaqa vaqtida. Shuning uchun bu halqi mazmun jihatdan ayeti cho'ng bir xatolik. Bunda narsalarning o'zini bu Qur'ondan emas narsa Allohum salli ala Allohum barik ala deganni. Onun uchun bu oyatdan keyin yoki boshqa yerda olsin o'qishning o'zi yoki namozdan keyinmi bu narsalarni o'qish to'g'ri emas degan gap. O hatta bazı imamlar acayip ne kıldı onun için. Hatta Allah mı aşı Dursalam yollagan tutsa Muhammed Aleyhisselam'a bu İslam tutmaysa depçim. Allah bilen onu Allah bilen tenhalet ekiliştin tügül Allah'ın mı yukarısına çıkarıp algan gapte. Bunun için o verip Allah'ın peygamberliği diginini kıldığın halet çıkıp algan gap. Yana salat kelimesindeki yardım ma'nosida keldigan yana bir oyat Sura Mudassirniki 43. oyati. Bu yerda 40. oyatning boshlangan vaqtida fi jannati yatasaalun
Enil mujrimine ma selekakum fi sakar qalu lem nekum minel musallin ve lem nekun nut'imul miskin ve kunna nahuzu ma'al khaizin. Degan mush oyatning o'zida cennet ehli cennet kirgan vaqtda bir-birisiga savol qo'yishib, mujrimlar haqida, jinoyatchilar haqida savol qo'yishdi. Savol qo'yishgan vaqtda o mujrimlar ma selakakum fi sakar deydi. Sizlarni do'zax kirganga nima sabab bo'ldi? Nimishqa do'zax kirib qoldinglar degandan qalu lem nekun minel musallin. Biz namoz o'qimagan ekanmiz. Deb aşındaq deydi deb tercim qiliqliq. Aslida bu nima desa, lem neku minel musallin ve lem neku nut'imul miskin. Biz yardım qilmabdikanmiz. Ya'ni miskinlarga tamoq bermabdikanmiz biz. Yakomay miskinlarga tamoq berish orqali yardım qilish degan bir ishni qilib boqmabdikanmiz. Uning uchun biz nima qildik? Bu do'zax kirib qoldik. Neymiş qilganlar o vaqtda desa va kunna nahuzu ma'al khaizin. Biz mush dunyoda o'yin tomosha berilib ketishlarni qatorida o'tganmiz. Ya'ni dunyoga berilib ketganmiz biz o'yin tomoshaga. Uning uchun biz bu yerga kirib qoldik deyilgandi. Mana mushaning o'zidimi? Mushalik salat kelimasiga nima deydi desa, namoz o'qimabdikanmiz. Shunga jahannam kirib qoldik deb ashundaq tarjim qiliqliq. Tefsirliden nurgullarda açtık tefsir kılıqlık. Ama bu yerdeki lem nekum minel musallinne Allah Teala nimdeydi dese ahirdeki şerhisinin özde tefsir bayanatının özde ve lem neku nut'imul miskin ve kunna nehuzu me'el khaizin diyen iki cümleyle bayan kılıqlık. Biz dünyaya berilip gitti. Miskinlerge tamak vermepdikenmiz. Miskinlerge yardım kılmapdikenmiz. Onun için biz nime kirip kaldık? Cehennem kirip kaldık diyen gap oldu diyen oldu. Yani birisi Sure Maun'daki 1. ayetinden 7. ayetine Eraytellezî yukeddibu biddin fezâlikellezî yed'ul yetim ve lâ yahuddu alâ ta'amil miskin feveylul lil musallin ellezîne mâ salâtihim sahûn ellezîne hum yurâûn ve yemna'ûnel mâ'ûn degan şu ayet muş surenin o'zidimi Allah Teala devatdi ki sen dinni yalganga çıkarıvatkan insanlarni ko'rdingmi? Fezâlikellezî yed'ul yetim. Bu dinni yalganga çıkarıvatkan insanlar yetimlarga yaman qaraydigan, yetimlarni düşkelaydigan mundaq insonlardir. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ve ikkinchi sifati uniki miskinlarga tamoq vermaydigan mundaq insonlardir. Hem oxirisida bular endi fawaylul lil musallin. Yani bir muncha yordam qiluvchilarniki holiga voy deydi Alloh taolo. Ular qanday odam bilsa, alladin hum an salatihim sahun. Ular birinchidan yordamni susxol qiladi. Yordam qilgisi yo'q. Faqatla susxol qiladi. Nima uchun qilib qoldi u vaqtda yordamni? Alladin hum yuraun. Riyo boshqalar ko'z uchun qiladi. Agar unda boshqalar ko'z uchun qildigan ish bo'lmasa, u hayotida hech bir zaman yordam qilmaydi degan. Riyaxor ve yemnaunel maun. İkinci sifat nima? Ular o'zi boshqalarga yordam qilishni to'sadi. Men bundaq o'zi musallin bundaq yordam qiluvchilarniki holigacha voy deydi Alloh taolo. Bu yerdagi musallin namoz o'quvchi emas u. Hem de yeni bir ayette Tövbe suresindeki 5. ayeti Feyzen selehel eşhurul hurumu fektulul müşrikin heysu vecettumuhum ve huzuhum ve hsuruhum ve kudu lehum kullu mersedin fein tabu ve ekamu salatu ve atavu zakate fehallu sebilehum innallâhe gafurur rahim diyen bu ayetin özü değil mi? Müşahede ve ekamu salate diyen kelimesi toxtalımız yani urush haram yani urush qilish haram qilingan oylar o'tib ketgandan keyin bu yerdagi urush qilish haram qilingan oy deganning o'zi
bir ay olup maxsus urush qilish harom qilinganligi bekitilgan bundaq bir ay yo'q Qur'oni Karimda. Shu oyning ichida urush qilishni harom qildigan shartlar bor. Uni degan vaqtda ikki taraf, ya'ni shu vaqtda ikki qabila, hozirgi vaqtda ikki davlat falan aydan pustan aygacha oraliqda urush qilmaymiz deb kelishim tuzgan bo'lsa, u ikki davlat bir-birisi bilan urush qilish nima bo'ldi shu vaqtda? Shu oyning ichida urush qilish harom bo'ldi, to'g'rimi yoki? Buni deyapti Alloh taolo. Faqtulul mushrikina, yana shu muddat o'tgandagi urush harom qilingan vaqt o'tgandan keyin faqtulul mushrikina haysu wajadtumuhum. Mushriklarni topgan yerda ularning o'zini qatl qiling deydi. Qatl degandan bu yerda nimani bildirdi? Qatlning ma'nosi nima degan vaqtda Alloh taolo buni tushuntirib, va xuzuhum vahsuruhum waqudu lahum kull marsadin deydi. Alloh taolo bu faqtulul mushrikina degan oyatning jumlaning o'zini sharhlab bayon qilib, mana bu 3 ta ma'no bilan o'zi sharhlab oldi. Ya'ni ularni tutinglar. Tapqayet ularni tutinglar, vahsuruhum yo'lin to'singlar, vaqudu lahum kull marsadin. Har nuqtalarda ularning o'zini kuzatinglar. Ya'ni bir yerni ishg'ol qilgandan keyin ular u yerda u yerning xalqini hokimiyatga to'liq bo'ysundirib qo'yuvchi orliqda harbiy holat yurgizadigan gap. Harbiy holat yurgizgan vaqtida muomalaga o'tib yurib, bir-birisi bilan hamkorlashib, hokimiyat qarshi bir kuch to'plashning oldini olish uchun to'sadigan gap, askarlarni tutib so'laydigan gap, har yerda ularni kuzatib nazorat qiladigan gap. Fa in tabu, agar ular sizlarga qarshi turishdan-chi yansa, tabu. Ve aqamus salata ve atavuz zakata. Ular boj to'lash orqali yordam qilishni barpo qilsa. Ya'ni davlatga biz boj to'laymiz deb bojni to'lashni ustiga olsa, qanday qilamiz vaqtida deydi? Fakhallu sabilahum. Ularni yo'li qo'yib. Yani hokimiyat bo'ldimi? Hokimiyat biz e'tirof qildik. Bu hokimiyatning qonun prinsiplariga hammasiga biz bo'ysunamiz. Bizning ustimizga tushgan o'z vazifani biz ado qilamiz. Bo'ldi, sizlarga biz qarshi chiqmaymiz desa, u vaqtda ularni yo'li qo'yib deydi Alloh taolo. Bu yerdagi aqamus salati degan nima desa, aqamus salatining o'zini aqamus salat va atuz zakat deganning o'zi bu yerdagi iqtisodiy o'zi vazifaning o'zini, iqtisodiy majburiyatni bo'yniga elib, uning o'zini biz beramiz deb bo'yniga olsa degan gap bo'ldi edi. Yani iqtisodiy yordamni maqsad qildi Alloh taolo bu yerda. Davlatga bergan iqtisodning o'zini. Yani bu yerda ular o'zi aqamus salata deganning o'zini, yani namoz o'qisa deb tarjima qilgan vaqtida, misol Makkani payg'ambar alayhisalom fath qilgan vaqtida birinchi bu yerda faqtul mushrikin haysu wajadtumuhum degan oyatga xato tarjima qilib, mushriklarni qayerda topsangiz shu yerda o'ltiringlar deb tarjima qilgan. Ammo payg'ambar alayhisalom Makkani fath qilgan vaqtida hech bir mushrikning o'zini o'ltirmagan ashadi. Kirgan vaqtda bir 10-15 odam o'lib ketgan, ham qarshi turgandan keyin, lekin uni fath qilib tamoman o'z ishg'oli ostiga olib bo'lgandan keyin hech qanday payg'ambar alayhisalom u yerda bir odam o'ldirish ishlarini olib bo'lmagan. Ham shu vaqtda payg'ambar alayhisalom faqtulul mushrikina deganning o'zini tushunmaganmi? Çünkü Allah Teala ahirda ve huzuhum ve hsuruhum ve qudu lehum kullu mersedin diyen ahiristeki şeriyesiki qarab, yani düşendirişi qarab, Allah Teala belki düşençeyi qarab, Peygamber Aleyhisselam faqtulul müşrikin degendeki manisi mavke deb işini moşunda qilib qo'ygan. Bu Mekke'deki insanlar Peygamber Aleyhisselam'daki yani şu yerdeki tuğnuğandaki biz boysunumuzun hakimiyetinge siniki özü bizim üstümüzde yüklügen vazifenin özüne biz boynumuzga alımız degenden keyin ularning özüne yo'l qo'yayotgan, hattoki Hunayn urushiga manqa vaqtida Abu Sufyan boshchiligida 2000 odamni askarlikka elib
Hunayn urushi qatnashgan. Hunayn urushida nurg'un o'zi talafotga yo'liqib, nurg'un odam qochib ketgan vaqtda Abu Sufyan og'zidan chiqqan gap bosh edi. Ular hattoki Qizil dengizchilik qo'g'lindi degan yeri bor. Bu nimani bildirdi? Abu Sufyan musulmon bo'lmagan degan gap. Faqatla Qur'oni Karim bir oyat var. Amenna degan nima? Va qalatil arabu amenna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna degan oyat var da. Mana shu Abu Sufyanlimi aslamna, yani taslim bo'ldik. Biz bo'ynimizni egdik, bosh egdik sizlarga. Bo'ldi sizlarga urush qilmaymiz. Sizning hokimiyatingizni e'tirof qildik. Sizning hokimiyatingiz ostida biz yashaymiz. Endi bizning ustimizga tushgan vazifa bo'lsa bizga bersanglar shu vazifaning o'zini ado qilamiz. Degan bo'ldi bu oyatning o'zi. Uning uchun payg'ambar alayhisalom ularning o'zini o'ltirmay qo'yib qo'ygan. Keyin ularni nima deydi? Maoshga bog'lab, muallif qilib deymiz-ku. İslamni qabul qilib qoladigan umidda ularning o'zini shu nimaga muallif qilib deb, shu maoshga bog'lab qilgan. Keyin Hazrat Umarning zamonida o maoshni kesib etgan. Nima ish qilsa, sizlar zaten İslamni qabul qilmagan odam ekansizlar, ondan ko'ra bo'ldi deb nimani kesib etgan shu maoshning o'zini. Yana Kevser suresindeki 1-oyatning 3-oyatigacha İnna a'taynakal kevser fasalli li rabbika venher inna şani'aka huvel abtar degan mushaylik salli degan oyatningizda salat kelimesini Rabbinga namoz o'qib qurbonlik qil deb tarjim qiliqliq. Bu tarjiminiki oxirisi inna şani'aka huvel abtar deganingiz sizning dushmaningning oxirisi uzukdir degan bilan bu degan kelimadagi bergan tarjim hech bir zaman bog'lashmagan shu vaqtning o'zida. Bu aslında inna biz sana nurgun nereden berdik? Meyli maddi, manevi olsun, nurgun nereden berdik? Feselli li rabbike venher. Şu biz bergen neslerden Rabbin için yardım kıl. Rabbin etken yolu boyunca yardım kıldı, yardım kıl. Kandak yardım kıldı? Venher. Şu vakıda göçpöş, un, görüş, qo'xshash narsalarni boshqa yaratishning o'zini bunaqa qurbonlikda bir qurbonlik balki qalb qo'lib deb kishining qalbini o'z nimaga islomga moyil qilish yoki hech bo'lmasa musulmon taraf turgan holatga akilish uchun buni qildigan gap. Hozir Yevropada qizil jamiyati deymiz. Musulmon mamlakatlari hilal oydamda mana bir jamiyatlar var. Baş cemiyetinin işlerinin hem medrese muallif kılıp baş devletindeki insanlarını özündeki bir yaxşılık kılışı bilen ularını öz tepkiye mayil kılış arkalık devletini özüge yakınlaştırış. Bundak maksatda el verildi. Ben bunun özü muallif kılıbının bir kısmı. Ben her diyenin özü tögü suyuşunun özünü bildirdi. Tögünü suyup başkalarına yardım kıl. Mesela başka her qanday yerda bergan qo'l olgan qo'ldan ustun turdi emasmi? Unda bo'lgandiki bir narsa bergandan keyin inna shaniyaka huval abtar. Shu vaqtda sizning dushmanlaringniki oxirisi uziladi. To'g'ri. Dushmanning oxirisini uzma desa, insonlar mard bo'lish kerak, boshqalarga yordamni yaxshi qila oladigan bo'lish kerak. Shu vaqtda o yegan bo'lgandan keyin bizga mushkilniki yuztavan degandek har holda biraz olsun BG adamga qarshi turmay chiqib turgan gapim. Şu bu yerdagi fasalli deganning o'zimi yordam qilish degan gap. Sura Baqarniki 3-oyatida allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna as-salata va mimma razaqnahum yunfiqun degan mush oyatning o'zimi bu yerdagi salat kelimasimi nima desa yordam. G'aybga ishonadigan ve biz bergen rızkını Allah kösetken yana. Biz kösetken yol boyunca yardım kıldıgan, yani yardımını tişleydigan bundaq adamlarga Kur'an-ı Kerim'deki hidayet buluşu da şek yok diye mananı bildirdi. Kur'an-ı Kerim'de zaten akimus salat ve atuz zekat diyen kelimeliniki, şu cümleliniki %70-80% asasen yardım kılış manasıdır geldi. Çünkü ahirisi da
yordam ma'nosidagi, ya'ni iqtisod jihatdagi yordam ma'nosida uni shariylagan oyatlar bo'lganligi uchun. Hamda salat kelimasidagi ma'naviy jihatdan yordam qilish ma'nosi bor. Moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilish ma'nosi. Yani asosan yordam qilish ma'nosi, ammo ma'naviy jihatdan yordam qilish ma'nosi yo'q degan vaqtda Sura Tövbiniki 103-oyatida "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum vallahu semiun alim." Bu ayetning o'zi Allah Taala nima deydi desa, sen ularniki iqtisodidan sadaqa al. Yani ularniki bergen narsa, devletki bergen narsa sadaqa hisoblanadi. Ularga qo'yilgan majburiyat zakat hisoblanadi. Tutahhiruhum ve tuzakkihim. Şu vaqtda sen ularning o'zini poklaysan ve tuzakkihim. Ve ularning o'zini, yani tutahhir deganning o'zi qalbini ve ularniki iqtisodining o'zini poklaysan. O zakat bilan nima? O sadaqa bilan deydi-da. Ve salli aleyhim. Ularga yordam qil. Yani o bajni ep bo'lgandan keyin ularga yordam qil. Qanday yordam qildi vaqtida? İnne salateke sekenun lehum. Sizniki yardımın ularga xotirjamlik bera oladigan bo'lish lozim. Yani devletke xalq başlab turgan insonlar başlab turgandan keyin devletning vazifasi nima endi? Millatniki vazifasi, devletniki uni qo'ygan vazifasini ado qilish, devletniki o'zi qo'ygan bajni joyida ado qilish ekan endi. Shu vaqtda ham devletniki millatga o'zi nima, millatniki nemisalqi devletning olgan haqqi yo'q degan vaqtda devlet uningga xotirjamlik beradi degan. Xotirjamlik degan nima degan vaqtda uniki iqtisodiga kapolatlik qiladi, hayotiga kapolatlik qiladi, haq-huquqlarga kapolatlik qiladi. Yani mushuni kapolatlik qilib, o insonning o'zini sakanun bu yerda xotirjamlikka erishtiradi. Devletning vazifasi bu. Xalqning vazifasi devletning qonuniga bo'ysunish va devlet qo'ygan bajni joyida o'rindash. Bu ikki vazifani ustiga oladi, buni ado qiladi. Buni ado qilgan xalqniki devletdan olgan haqqi yo'q degan vaqtda hozirgi sakanun deganning o'zi moddiy va ma'naviy jihatdan, haq-huquq jihatdan, har jihatdan xotirjamlikka erishish. Yani devlet fuqarolini butunlay xotirjamlikka erishtirish. Yani bunun özünü Allah Teala ne qo'ydi demdi. Allah her narsani anlıqçıdır, bilgüçüdür. Yani Sura Tövbiniki 84-oyatida "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan ve la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi ve rasulihi ve matu ve hum fasiqun." Ve la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Ulardan, yani bu münafıklar hakkında düşen bir ayetken, bu münafıkların içinden ölgenlerine sen dua kılma. Dua deganni ma'naviy jihatdagi bir yordam hamdi. Va la taqum ala qabrihi. Va sen ularning qabrisining ustidan turma. Ya'ni ularni o'lsa, o qabristonlik berib dafn qildigan ishlarni qilishma. İnnehum nimişqa degan vaqtda innehum kafaru billahi ve rasulihi. Çünkü ular Allah'a ve Allah'ın elçisiga kafir oldu ve matu ve hum fasiqun. Ular o'z buzg'unchilik holatda o'lib ketdi. Musulmonlarning ichida buzg'unchilik qilib yoki o'zniki yashagan yerlarda ish qilib buzg'unchilik qilib islom qarshi harakat qilish bilan o'lib ketganligi uchun ularning qabrisiga berib, ularning dafn ishlari qatnashadigan, ularga duo qiladigan ishlarni qilma degan gap. Bu Mescid-i Zirar doğruluk ayet emas mı? Şu doğruluk. Mescid-i Zirar'ın şu zaten münafıklar berpa qilgan qo'y. Yani Ankabutniki, Sura Ankabutniki 45-oyatida "Utlu ma uhiya ilayka minel kitab ve aqimis salat inne salateke tenha anil fahşai vel munkar ve la zikrullahi ekber vallahu ya'lem ma tasnaun" degan moş oyatning o'zidimi? Ularga kitapdan sana vahiy qilgan narsaning o'zini o'qib
ve akimis salah ve salatning özünü berpa kıl. Bu yer salatni berpa kılış qanday berpa kıldığını dese inne salateke tenha anil fahşai vel munkar. Şimdi bu yerde kıldığın salatın kişilerini yaman işlerden tuğsun. Kişilerini yaman iş münker yani özü kişiler onun yamanlığını tuğunayamaydıgan işlerini tuğuntuş arkalık kişilerini yaman işlerini tuğusup kılış arkalık ular yardım kılış. Yani bu yerde namaz yaman işlerini tuğusu demez. Bu yerdeki namaz bu yer salat kelimesi nemin ifade edilse yaman işten tuğusuş münker olan kişiler onun yamanlığını bilemeyivatkan işlerindeki yamanlığını bildiriş arkalık onundan to'sib qolishning özüne bu yerda Alloh taolo salat deb bayon qilgan. Ve la zikrullahi ekber ve Allah'nınki nasihati nayet katta bir narsadır. Aşağıda Allah Taola'nınki ayetlerini nakl keltirish arkalık ularni onunki mahiyetini tushuntirib o işindeki hataligini bayon qilish arkalık insonlarga yordam qilish ma'nosida bordi. Vallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah sizlarning qilayotgan ishlaringizni bilib turadi. Yani bu yerdeki mush yuqorqi oyatlarning hammasi asosan moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilish ma'nosini ifodalaydi. Yani salat kelimasining bir ma'nosi yordam qilish. Tamam. Hamda ikkinchi ma'nosi degan vaqtda ikkinchi ma'nosi namoz. Namazını qandaq hamda şu salat kelimesindeki namaz ma'nosini ifodalagan qandaq bilimiz degan vaqtida Sura Tövbeniki 103 oyatida "Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum" yo'q. Bu boshqa ekan. Bu tugapti. Namaz ifodasini bildirgan aqimis salat tarafayn nahar ve zulafen minel leyli innel hasenat yuzibne seyyiat zalike zikra lil zakire degan mush oyatning o'zida aqimis salata degan mush salat namaz. Tarafayn nahar yani kunduzning ikki tarafida namozni barpo qil. Yani aqim degan bu yerda to'liq o'qi degan ma'noni bildirdi. Mush yerdagi salat kelimasi nimani bildirdi desa, mush yerda namoz degan ma'noni bildirdi. Hem bunun vakti namazdaki vaktlerin tunuştuğu vaxtda ayetini qaytib keltirimiz yana. Şoň bu yer fakat namazni ifadelaydigan salat kelimesindeki namazni ifadelaydigan yerimi barmı degan qarta bunu keltirgen boldum. Hem de namazniki Kur'an-ı Kerim'de ismi barmı? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de namaz vakti belgilendiğin bir ibadet dedendi. Ayet var. Kanet inne salat kanet elel mu'minin kitaben mevkuta degan mush oyatning o'zida namaz mu'minlarga vaqti belgilangan bir ibodat dedi. Hem şu vaqtda namozniki o'zi namoz degan vaqti belgilangan bir ibodat bo'lgan bo'lsa, u namozniki ismlari bor Qur'oni Karimda masalan. Degan vaqtda Qur'oni Karimda ismi bor. Sura Nur'niki 58. ayetinde Ya eyyühellezine amenu liyestezinakumulledine meleket eymanukum vellezine lem yebluğul hulume minkum selas merratin min qabli salatil fecri ve hine tedavune siyabekum minez zahireti ve min ba'di salatil işai salasu evratil lekum leysa aleykum ve la aleyhim cunahun ba'dehunne. Muş ayetin özünde ahirete okuşunu kelimesi yok. Allah Teala namazını yani üç namazniki ismini tilgagan. Yani Kur'an-ı Kerim'e asasen namaz, üç tal namaz var diyen gel. O qasi degan vaqtda biri salatul fecri, bomdat namaz, ikincisi zahir, pişim namaz, üçüncüsü salatul işa, xuftem namaz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki asasen namaz, üç tal namazniki ismi zikrildi. Ma zahirning özünü bazı yerde salat vusta deb qaraldı. Salat vusta zaten etgen bel keşlik otursun ki yani peşim namazını bildirdi. Yani Kur'an'a asasen namaz
3 degan gap. Bomdod, peshim, xubtam. Qolgan o'zi Sham asrniki qanday paydo bo'lib qolganligini shu keyingi nimalda uni bayon qilamiz inshaalloh. Endi namozning shakli bormi Qur'oni Karimda? Shu hozir qani sen Qur'oni Karimdan hamma narsa bor desa, qani namoz bormi Qur'oningda deyotgan insonlar bor edi. Shuni. Namoz bormi? Alloh taolo bir narsa qildisin. Buningdagi u Qur'onga uni yozmasin. Uni insonlar qanday qiladi? Yeni birisi gibi namaz degan şu Muhammed Aleyhisselam olan bir perz olan, ümmetiler perz olan nesimiz ko. Elbette. Zaten burundan tatip var o namaz. Onundaki bu Kur'an-ı Kerim nime namaz, Adem Aleyhisselam'dan tatip bütün peygamberler düşken kitapta bir ibadet bu başka. Kur'an-ı Kerim burun kitaplarını tamamen tasdiklaydı. Şundak mı ya ki? Şundak. Kitaplar neyim bolsa Kur'an-ı Kerim'de şu var diyen. Demek kitaplarda var namazniki namaz, benim 3 namaz diyen. Bunun özü Peygamber Aleyhisselam'daki okuyan neyimiz var mı? 3 namaz okuyan yeri var mı diye vakıda? Var. Peygamber Aleyhisselam Mekke'deki zamanları tamamen 3 vakit namazı okuyanlığı ve hatta ki Medine'den Mekke'ye berip Mekke'nin fetihka vakıda mı? Muzdalife'de bir qatım, Arafat'ta bir qatım, 2 vaqt namazı 2 yerde o'qiganligi, Bomdodda atganlikda o'qiganlik 3 namaz, 3 vaqt namaz o'qiganlik to'g'riliq maxsus o'zi, nihoyat mashhur buning o'zi. Buni endi 5 namazga aylantirolmay u yerda, yo'q, o peshim vaqtida juplab o'qigan, xuftamning vaqtida juplab o'qigan, aslida 5 demakdan maqsad bu. Bu Allah Teala o yerde sen namaz vaktimi belirlep koydum o peygamber berip sen belirlep koygan ben ikisinin özünü koşup okuyayım dedim de o yerde. Ondak bir peygamber emez ki o. Şunun için bu yerde ne ise Peygamber Aleyhisselam'daki yani bütün aşı Moğol'un hemisi bildiğin en meşhur rivayetinin özüm ne ise Mekke'nin fethi kılındığı vaxtıda Mekke fethi kılındığı vaxtıda değil ya ki Peygamber Aleyhisselam Hacı Faaliyetini etbağa vaxtıda okuyan namazı eteylik bomdod peshim xuftamni koydu. Yani cümenin özümü hiçbir zaman cüme namazıga yani milyomil iza nudiye li salat milyomil cumati pes evla zikrillahi ve zarul bey degan ayetin özümü cüme namazıga azan çıkkan vaxtıda yani cümenin namazı çakırılgan vaxtıda degan aşınılık kelgan vaxtıda bütün aşı nemildi hemmesi peshim o'qiydi misal. Peshimni yani cuma kunisi peshimni jamoat bilan o'qigan bir namoz degan gap endi. Cuma namozi deb ayrim bir namoz yo'q. Cuma kunisi peshimni jamoat bilan o'qigan namoz degan ma'noni bildirdi. Hiçbir zaman azroq vaqtni yetib ketdim, asrning o'zini cuma kunisi jamoat bilan o'qiydi deb asrni o'qib boqqan bir yer yo'q. Hech bir yerda. Şunun için bu yerdeki Kur'an-ı Kerim tasvirlagan Kur'an-ı Kerim'nin içindeki namaz qanchasi 3 vaqt namaz, 3 tal namaz. Bomdod, peshim, xuftamdan iborat. O 5 vaqt o'qisa o nima qilmaydiganda, ziyon qilmaydiganda. Endi bu yerdeki narsa nima degan vaqtda bizga farz qilinganini insonlar bilish kerak. Bizga farz qilingan namoz 3 vaqt ekanligini onun sırtında netlik qilib qancha mingni o'qib oladi, onun var işimiz yo'q. O'qimda o'qimamdan amma o'qiydigan namoz, o'qimiz bo'lmaydigan namoz, 3 vaqt namoz degan gap. Hozir bu namozdagi vaqtni nima qilamiz? Shu vaqtning o'zida yana aniq qilib chiqdi bu. Bu shu darsda bo'lamdi yoki keyingi darsda bo'lamdi namoz vaqtlari to'g'ri. Shunda bo'ldi. Ben nima qilmaymiz va so'zlashni hojati yo'q. Zaten oyatning o'zi ifodalab turdi uni.
Hem namazın şekli çoğu. Ravayet olmasa biz namazı kandak ögünettik o. Namazını aşı Peygamber Aleyhisselam'ın ravayetlerini ögünümezdi. Namazını bütünley tuluk tunuştuğun bir tal ravayetini ekbaksun ravayetçiler. Hiç kandak yedi yok. Baştın ayak desler. Ravayetin namazını ögendim diyen bir tal mı adam yok. Şahsen ben ögenmedim, ravayetin ögengen namazım yok. Onu da rukunu kandak kılsa, secdini kandak kılsa, onun tesbihini kandak etse diyen neslenin hiç kandak yok o ravayetildi. Acayip. Şok. Bu namazdaki şekli kandak diye vaxtıda Qası ayetkine bununki nemesini yazmaya katmen de ve iz bevve'na li İbrahim'e mekanel beyti Allah tüşrik bi şey'en ve tahhir beytiye li taifin vel qaimin ve rükâ'i sucud. Bunu o ayetniki nemesini özünü tepip özü nemet quvas boludu. Eğer izlengen adam olsa ayetniki qas sörkelligini yazmaya katmen ço. Tapalaydım şunun özüne. Biz İbrahim'e Beytullah'ın ornunu belge vaktimizde, teyillep belge vaktimizde ne degeni de oxusa Allah tüşrik bi şey'a. Bana hiç kandak näsin şerik keltimi. Ve tahhir beytiye li taifine. Ve meniki, yani men üçün sağan, bana ibadet kılış üçün sağan öyünün özüne tavap kılıçlığa vel qaimine ve kıyamlı tıkıçlığa ve rukkâ'i ve ruku kılıçlığa ve secde kılıçlığa pakız tut. Bunu çekip butuna kirip aldığın vakıza işlerini kılma diyen gel. Törtürlük nasıl çıktı? Ruku, secde, nama? Taif'in hem de bu halkı hecige münasebetlik ayet. Ama kaimine ve rukkâ'i sucud diyenin üçüncü diye vaxtda namaz münasebetlik kelimeler. Yani namaz nemeden ibaret ki diye vaxtda kıyam, ruku, sucuddan ibaret ki diyen gep oldu. Hem de rukkâ'i sucud ma o nemeniki inne salat kanat el mu'min kitabı mevkuta. Bana bayit edilen ayetke ma ahırsı yazıp ötme. Fe izâ kazaytumus salati fezkurullâhe kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim. Fe izâ me'anentum fe eqimus salat inne salat kanat el mu'min kitabı mevkuta diyene yani namaz insanlığa vakti belirlendiğen bir ibadet tayinlendi diyen gep hem de. Mukum vakti var diyen gep. Hem de bu namazdaki namazdaki ruku secdelerindeki nemesini rekat sanını ahırsı yazdım. Namazın içinde ukulduğun aldı yazdım. Şunun özünü düşendir atay. Sonra İsra'nınki 100 kaçı? 108. ayetinden 111. ayetiçilik 4 ayet gene. Bu ayetinin özünde 5'inde okuyayım. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel ve ma erselnake illa mübeşşiren ve nezira. Biz Kur'an-ı Kerim'nin özüne ve bil hakkı enzelnahu. Hakikatki uygun düşürdük ve bil hakkı nim ve hakikatni nim kıldıgan emeliyatni hal kıldıgan şekil düşürdük ve bil hakkı nezel. O Kur'an-ı Kerim mi? Ameliyat kiço uygun düştü. Haq degenin özü ameliyatta buatkan vaqalik qarta deyilgen gep. Ve ma erselnake illa mübeşşiren ve nezira. Biz seni faqatla insanlarga kuş bişaret berdigan ve agahlandırgan insan evet. Yani peygamber yani elçi kılıştaki maksat neymi degen vaqt elçiniki vazifesi insanlar Kur'an-ı Kerim niyet güzüş, onunla ergeşkenlerge onun akıbeti yaxşı bolduğanlığı bilen geçmegenlerge onun akıbeti
naiti özü yaman bolduğanlığı bilen bişaret beriş. Ve Kur'an'ın qara'nahu li taqra'ahu alen nasi ala maksin ahir taraf okuyor bunu. Kul aminu bihi ev la tu'min innellezine utul ilme. Ve yekulune subhan rabbina in kana va'du rabbina lemef'ula. Ma o ayetin özüde innellezine utul ilme min qablihi iza yutla aleyhim yahirrune lil ezqani succeda. Yani ehli kitaplar doğruluğu devatı Allah Teala ehli kitaplardan onun ehli ilimlerine Kur'an-ı Kerim okulga vaxtida ular öz secde qilgan holatda, yani özünü beşini yayıp koygan holatda secde qilib nim deydi dese ve yekulunu subhane rabbina in kana va'du rabbina lemef'ula. Biz nim deymiz o yerde? Ruku secde qilgan biz nim deymiz? Subhan rabbiyel azim, subhan rabbiyel a'la deymiz, değil mi ya ki? Doğru. Kur'an-ı Kerim nimde dedi? Subhan rabbina in kana va'du rabbina lemef'ula deydi. Yani biz ruku secde qilgan vaqtida tesbih etgan vaqtida yani subhan rabbiyel azim, subhan rabbiyel a'la desek boludu. Ama Kur'an-ı Kerimde bizga zikr qilingan nima degan vaqtida subhan rabbina in kana va'du rabbina lemef'ula deb aşında deydi. Yani sizlar aşında desanglar boludu degan gap. Ve yahirrune lil ezqani yebkunu ve yaziduhum huşu'a. Ula özüneki yüzü bilen yani özü secde kılattı ula. Yahirru de yıkılır degan gap. Yani secde kılattı. Secde kılıp yebkunu ve yaziduhum huşu'a. Allah Teala'ga nal kılattı. Yani yıkılaytı degan gapning özü tezarruk kılattı aşağının özde. O ehli kitaplar deydi. Ve ulaga faqatlı bizniki bu okulgan Kur'an'ımız nemini ziyade kılattı? Texin bek kemterlikini. Allah'ın aldığı texin bek kemter oluşunun özüne ulağa ziyade kılattı. Yani bu yerde biz ruku secde qilgan vaqtida o'qiydigan narsa nima? Subhan rabbina in kana va'du rabbina lemef'ula degan mushu jumlani o'qishimiz nihoyat to'g'ri bo'ldi degan gap. Qulidullaha avdiur rahman ayyaman tad'u lahu falahul asmaul husna. Sen Allah'a öz dua kıl ya ki bu ya dua deganimiz udu deganimiz Allah deb o'zi ismini ata ya ko'maydi Rahman deb atsang bo'ladi. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Qandaq bir yerda nima deb atashdan qat'iy nazar faqat Alloh taolaniki go'zal ismlarini atsang bo'ladi deydi. Namozning o'zida nima desa Allohu akbar desang bo'ladi degan gap. Yoki Allohu kabir, yoki mayli Allohu rahman, yoki Allohu rahim, yoki Allohu karim degan bu shu ismlarniki Alloh taolaniki Qur'oni Karimda zikr qilingan ismi sifatlardan qasini atsang bo'laverdi degan. Valat endi biz shu Allohu akbar bilan odatlanib keldik endi. Agar bu yerda Allohu rahim, Allohu karim deb o'qigan bo'lsa-mi, bumi to'g'ri o'qiyotdi deymiz degan gap bo'ldi. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. Sen namazını otur hal oku. Yani avazını behmi yukarı çıkarıp atmay, behmi töven kılmay, otur hal derecede avazını çıkarıp oku. Mahkemende kandak bir rivayette namazını bu kadar tefsil düşen bir rivayet var mesela. Hiç kandak bir yer yok. Ve kul ve sen namazında yani kıyam tuğa vakti nime okuyumuz? Elhamdülillahillezî lem yettehiz veleden ve lem yekul lehu şerikun fil mulki ve lem yekul lehu veliyyun minez zulli. Muş ayetini okudaydı. Okup ve kebbirhu tekbira. Allah Teala tekbir et Allahu Ekber deyip ruku ve secdeki badaydı. Yani namazda, Kur'an-ı Kerim'de namazda nemi okuyduğanlık, kançılık avazda okuyduğanlıkını tatip etti ki. Kandak isimlerini namazda kollanışkı bulduğanlık hakkıdını tatip, hemmesi öz Kur'an-ı Kerim'de tefsil bayan kılıngan deyin gibi.
Endi namozdagi rakat soni bormi? Bana birinchi qatim YouTube'ga so'zlagan vaqtimda namozning rakat soni bormi? Qani sen aşı namozning hamma narsa Qur'onda bor debsa, aşı Qur'onning o'zida qani aşı nimang namozning rakat sonimi deb ashundaq o'zi bir nimani evatibdi menga-chi bilsa. Qani o'qidim men deb doktorlik olgan narsa ekan texo. Yüzüyçe qattiq jangilanib ketadi-chu. He. Uning kitobida o'qimaydi. Bu Qur'onda so'zlaymiz degandekilla jini tutib keladi-da. Aslida Qur'onda so'zlash kerak deyish kerak u insonlarni. Sen Qur'onning sirtiga chiqdingmi, hech nima hal qilolmaysan degan. Hamda namozdagi rakat soni Qur'onda bormi degan vaqtda rakat soni va o'qilish usuli, ya'ni ruku va sajdaning qancha, rukuning qancha bo'lishi, sajdaning qancha bo'lishini tart. Misol, Qur'oni Karimda bor. Bu o'zi Sur Nisoniki 101-oyatidan 103-oyatigacha aralıqda. Sur Nisa'nın 101'den 103'e. He. Sur Nisa'niki 101-ayetida ve izâ darabetum fil ardi feleyse aleykum cunahun taqsuru minas salah in khiftum eyyetinekumul-lezîne keferu innel kafirin kanu lekum aduven mubina. Sizler seferge çıqqan vaqtida namozni qisqartsanlar sizlarga gunoh bo'lmaydi. In khiftum eyyetinekumul-lezîne keferu. Qandaq shart asıb namozni qisqartimiz? Kafirlar sizlarga tahdid solgan vaqtida. Siz tahdid ostida qolib qolgan vaqtida namozni qisqartsanlar bo'ldi. Ya'ni seferge chiqqan vaqtida o namozni qisqartish degan bir narsa yo'q. O hayotimiz qandaq bir yerda xavf ostida yoki tahdid ostida tahdidga duch kelsa, shuning uchun namozni qisqartsak gunoh bo'lmaydi degan. O ayattaki sefer degan ama şu harbiy yurishmaka qilgan. Bu harbiy yurishga ma'noda ammo shu in xiftum ayyatinakumul-lezîne keferu degan xiftum degan shu cümle mush kelime hayatga tahdid. Mesela uyda men namozni boshladim. Başlap endi bir rakatni yerim qapagan vaqtda dazmoldan uyga o't ketdi. Shu vaqt 2 rakat namozni o'qiymi deb o'ltirmay, bir rakatni tugitib lekin turib oyda o'tni o'chirishim kerak men. Misal yoki dengizning bo'yida namozni o'qiyotimi, u yer tsunami keldi. Shu vaqtda oyda bir rakatni tugitay deb qolgan vaqtda 2 rakatni o'qisam o'limman u yerda. Bu vaqtni o'z darhol bir rakatni o'qib o'zimni qutqizishim kerak u yerda. Mushunga o'xshash misol yoki bir yer namoz o'qiyotgan bo'lsak, yirtqich hayvonni biz yugurib kelyotdi namozniki yerimni tugatgan vaqtda bir yerda ko'zimizni qirdi qarasak, ishtiga chiqqan namozni tugitib ketishimiz kerak bu yerda. Ya daraxt chiqarishimiz kerak. Misolda mushunga o'xshash misol hayotimiz xatarga yo'liqish oldida qolgan shart ostida namozni qisqartish gunoh bo'lmaydi. Bizi so'rabdi-ekan haligi ustazlarınca. Ya ustaz, şu namaz, tağının en çok sıkı bir kıyak bir yer çıkıp alsak, aşağıda namazın vakti olup kalktı. Secde kısak, ya rükû alsak, üzülüp çıktığımız yer geçiyor. Aşağıda namazı kadar okuyup ezip suret geldi. Sonra hadi gelirken, anamın 5-10 metre yedim cevap verdik. Demiş kılısı namazda vakti hep kalkınca dedi. Ama Allah'tan demiyor da şu değil mi? İnnel kafirin kanu lekum aduven mubina. Çünkü kafirler sizler için upuçuk düşmende. Demek ki bu yerde namazını xatar ostida qolib qolgan vaqtda hayotimiz tahdidga uchrash ehtimoli bo'lgan shart ostida namozni qisqartib o'qisak bo'ladi ekan. Bu Qur'oni Karimdagi bu oyatga asosan hamda namoz qancha rakat hamda shu vaqtda degan vaqtda Sur Nisoniki 102-oyatida ve izâ kunte fîhim fe aqamte lehumus-salâte feltekum taifetun minhum ma'ak ve liya'khudhu aslihatahum fe izâ secedû felyekûnû min verâikum ve ta'ti taifetun ukhra lem yusallû felyusallû ma'ak.
ve liyahuzu hizrahum ve eslihatehum ve tellezine keferu lev taqulu en eslihatikum ve emtaatikum yama uzun ki bu. Tercüme kılay. Sen ulanın içinde boğa vaxtida. Sen ulanın içinde boğa vaxtida, arasında boğa vaxtida fe'aqamte lehumus salate. Namaz okumakçı bolsan feltekum taipetum minhum ma'ak. Senin öyle boğan şu cemaatin içinden bir grup insanlar yani 50 adam bir mangan bolsa 25 diyen gep mana vaxtida. 20 yoki yani bir cemaat senin öyle birge namaz tutsun. Vel ya'khuzu aslihatehum. Ula özneki qorallarının özüne algan halet tutsun. Yani qorallık ama belki uruş vaqtidagi söz nime boğaşqa qorallık deydi endi. Feiza secadu felyekunu min varaikum. Ula secde qilib bo'lgandan keyin felyekunu min varaikum. O secde qilgan yana namazdaki bir rakatni o'qigan insonlar sizniki orqangizga o'tib tursin. Orqangizga deganning o'zi ular alqi mudofaaga demdikmi? Keyingi dajib mudofaaga ular o'tib tursin degan gap, ha? Vel ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu. Ve yana bir namoz o'qigan guruh kelib, sening bilan bir fal yusallu ma'ak, sening bilan birga namozni o'qisin. Yana bir rakatni-chi? Namozni o'qimagan yana bir guruh kelib o'qisin. Bu yerda qanday bo'ldi endi? İmam bu yerda 2 rakat namoz o'qigan bo'ldi. Ama ergeçkerler bir reketin okugan oldu. O imam bel birge namaz okuganlar oldingi guruhi bir rakat namozni o'qib, o imam nima orqaga chekinib, u mudofaaga o'tgan bo'ldi. Mudofaa turgan ikkinchi guruh kelib, yana bir rakatni o'qigan bo'ldi. Ya'ni bu yerda namozni qisqartgan insonlar jamoat namozni qisqartgan bo'ldi bir rakatga. İmam o'tgan vaqtda imam 2 rakat o'qigan bo'ldi. İmam aqamta deganning o'zidan yani to'liq o'qigan bo'ldi. Şu vaqtda namoz qancha rakatga? 2 mi? 2 rakatga. Uni qisqartsaqchi, 1 rakat qisqartirganmiz. Qisqartgan vaqt qanday shart asosida qisqartirganmiz degan vaqtda hayotimiz tahdid ostida bo'lgan vaqtda uni qisqartsaq bo'ldi degan gap. Doğru. Başka bir ayet mi baktın mı şu reketeyinde çıkandı o şunda bir ben onu tapamadım. Ya reketeyn deganni ko'rmadim hamda balkim bo'lishi mumkin lekin ashuna uchratdim ammo shu oyatning o'zida to'liq namozniki 2 rakat ekanligi Tamam. qisqartilgan namozniki 1 rakat ekanligi bu Qur'oni Karimda bayon qilingan. Tamam. Ham bu haqda rivoyatlar bormi? Degan vaqtda bu haqda rivoyatlar bor yana. Vakti bile farz kılın diye ayet başına akışlan bakayım. Vakti bile farz kılın diye ayetden bu şu ayetin akışlan. Ma o Ayşe radhiyallahu anhadan yana kılıngan rivayetinin özde nima deydi dese Ferazallahu salate hine ferazaha reketeyni fil hazri ve seferi fe ukiret salatu seferi ve zidet fi salati hazri ma seferi ma nima seferi fe ukiret fi salati seferi ve zidet fi salati hazri deb shunday bir rivoyatni debdemdi. Bunun özü nima dese Ayşe hanımızın kılıngan rivayetinin özünde namaz aslında farz kılıngan vaqtda yani Allah Taala farz kılgan vaqtda 2 rekatni farz kılıngan. Her vaqt namazçı, her vaqt namaz 2 rekatni bunda farz kılıngan. Sümme zidet. Ki ziyade kılıngan. Kaçan o? Onun hiç bir vaqt vermegen ya falanı sebepten ziyade kılıngan degan hiç qanday narsa yok. Bu demek ki yani Peygamber Aleyhisselam'da keyin hatta Ebu Bekir Umer'den keyin ziyade kılıngan
Yani şu Muaviye'nin zamanlarında ziyade kılınan bir nersemdi o. Ama Peygamber Aleyhisselam'daki Mekke devrinde bütünlay namazı 2 rekat okuganlığı tuluk özü bütün rivayetli var bu nerse. Onundakin özü Medine devrinin özünde 4 rekatga köpeytilgen degan to'g'riliq nayt özü az bir narsalar bor. Ve lekin Medine döneminin özünde nima sebepten köpeytilgen to'g'riliq hech qanday narsa yo'q. Demek ki bu yerdeki narsa nima degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam onunla özü 2 rekat 4 rekat qilgan emas hayoti bo'yicha. Çünkü Allah Teala 2 rekat o'qi desa Peygamber Aleyhisselam ise 2 degan ben 4'ni o'qiyotgan kishi deydigan bunda bu peygamber emas. Yani namaz, asıl namazın 2 rekat ekanligiga aş 4 imam mı, yani 4 mezhepning imamları mı ittifaq o to'g'riliq. İttifaq lekin onun içinde şu ahirki 2 rekatning farz değil emasmi o? Şimdikini oldiki 2 rekatni nima qilib oxirgisidagi imom Abu Hanifa'niki nimasida ve in sabbaha aw sakata jaza degan iboralar bor-ku o yerda. 2 rekatga so'ri qo'shib o'qiymiz deydi-da. Oxirgi 2 rekat ko'rsa, hech kim o'qimasmi bo'laverdi deydi-da. Çünkü oxirgi 2 rekat namoz emas degan gap mana shu vaqtda. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sen o'qi desa, u yer o'qimasa Allohniki buyrug'ini ijro qilmagan bo'libdi u. Shuning uchun u Imom Azam ashni ya degan ya demagan, lekin ashni o'zini degan qilib o'lib ketgan odam nimani degisi davergan-ku. Ko'pni yezib qo'ysa bo'ladigan gap Payg'ambar alayhisalom an dedi, Payg'ambar alayhisalom man dedi deb yezib qo'ysa bo'ladigan gap bo'lganda ekan, shunday o'zi aytib o'tgan. Endi namozniki o'qilish, ya'ni ruku, sajda ahvolining o'zini shu Sur Niso'niki 103-oyatida فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ فَإِذَا مَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا degan bu oyatda bayon qilinadi. Sizlar namozni ado qilmoqchi bo'lsanglar, Allah Teala'nı zikr qilinglar. O'rtugan holatda, o'ltugan holatda ve ala junubihim ve yenilchi bo'lgan holatda, shundaymi? Bunun o'zi nima degan bo'ldi desa, o'rtugan holatda Allah Teala'nı zikr qiling degan nima degan bo'ldi? Biz qiyam turgan vaqtida, masalan, Allahu akbar deymiz, shundaymi? Bu zikri bu. Endi qiyam turib bo'lgan vaqtning o'zini deymiz degan vaqtda yuqoridagi Sura Isro'niki 111-oyatidagi Elhamdülillahillazi lam yettehiz veladan ve lam yekun lehu şerikun fil mulk degan osh oyatni o'qiysa deydi Allah Taala. Biz uni o'rniga nima o'qiymiz? Sura Fatihani o'qiymiz. Bu oyatning maqsadi nima qiladi? Maqsadi nima degan vaqtda Allah Taola'niki bir ve barlig'ini tunishtiradigan ve nasihat xarakterlik mundaq nima oyatni o'qi degan gap. Tabbat surasiga o'xshash masalan Abu Lahab yo'qolsin degan o'xshash. Mundaq surani Allohu akbar deb sajda qilish bu onchalik nima emas degan gap. Shunaqki Fir'avnniki Bani Isroilni o'ltirganlik, qiynalganlik jihatdagi oyatni o'qib, undan o'z namoz o'qish, namozda namozlik talabiga undaq nima to'g'ri uyg'un emas degan gap. Ma oyatni o'qisang bo'lmaydi deganlik emas. Lekin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tunuştuğun ayet asasen yani elhamdülillahillazi lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez zulli diyen muş ayetke asasen yani Allah Teala'nınki bar ve birlikini düşendirdiğin kainatı düşendirdiğin misalda Allah Teala'nın kudretini düşendirdiğin Allah Teala'nın ehkamlarını tavsiye nasihatlerini düşendirdiğin mundaq o'zi oyatni o'qi degan gap. Shuning uchun biz Sura Fatihani o'qisak, uni bo'laverdi degan gap. Endi bu yerda qiyam turgan vaqtda Allohu akbar deymiz. Endi ruku, masalan, bir qatim ruku qilamiz, uning uchun rukuning o'zidan bir qatim Allohu akbar deymiz. Endi sajda qanday o'zi sajda nima ikki sajda qilamiz yoki ikki qatim sajda qil degan oyat bormi? Deydi nurg'on odamlar. Mushadiki qu'udan degan
keliminin özü olturuş deyen gep. Olturuş deyen neymi deyen vaqtida ikki secde bolgan vaqtida oturdu bir olturuşu var. Secde qilimiz Allahu Ekber deb, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la deb 3 qatim deb bolgandikin Allahu Ekber deb beşimizni ko'tirimiz. Yani Allahu Ekber diş arlıqdıca bir tesbih miqdori, yani Allahu Ekber deb turup, yani Allahu Ekber deb inişki arlıqda şu yerda bir qancha sekund o'tdi, şu arlıqning o'zi nima desa, qu'ud, o'ltirish degan gap. Ammo Qur'oni Karimda oxirgi, yani namoz tugagan vaqtdagi o'ltirish, uni tashahhud deydi-ku. Bu tashahhud farz emas degan gap. Qur'oni Karim mana shu o'ltirishni, ruku qilishni, sajda qilishni orliqda yana qiyam turgan chaqda elhamdulillahillazi lam yattakhiz valadan degan o'xshashlar yoki sura Fatiha bir oyatni o'qishni, mushuning hammasining o'zini Alloh taolo farz dedimi? Agar oxirgi tashahhudning o'zi farz bo'lgan bo'lsa, Qur'oni Karimning ichidagi bir tal farzni buzgan odam namoz buzgan bo'ldi. Endi yuqorqi oyatni deydi desa, ular bir sajda qilib bo'lgandan keyin oqiga yenib, oqi chekinib, o buruqlarni oqi chekinsin, o'qimaganlik kelib o'qisin deydi. Bular sajda qilib bo'lib, ular tashahhudda o'tirib, undan keyin oqiga yansin demadi, shundaqmi yoki? Sajda qilib bo'ldimi? Namoz tugadi degan gap. Bu yerda biz o'zimiz namoz chiroyli tugdib, bu yerda Alloh nima alqi Rabbig'firli vel valideyye vel mu'minin yevme yaqumul hisab degan o'xshash yoki Sura Baqarning oxirisidagi Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana degan o'xshash mundaq o'z duo oyatlarini o'qib qilsak, u bo'laverdi. Lekin ashuni o'qishning hech birisi farz emas degan gap. Biz bu yer Qur'onni nima deydi desa, qiyomda turish. Bu yer Alloh taolo tilga olgan nima? Qiyam, ruku, sajda. Uning uchun takbir. Vekabbirhu takbira deganning o'zi har bir o'zi nima ruku sajdaga borgan vaqtlarda takbir aytish, bu hammasi nima? Farz. Va qiyomda turgan vaqtda elhamdulillahillazi degan oyatni o'qish nima? Farz. Nima yoki? Oxirgi tashahhudning o'zi farz emas degan gap. Agar farz bo'lsa, o odamlar bir rukuni qilib lekin xub mudofaa turishni ketgan vaqtda tashahhud o'ltirmaganligi uchun namozi buzilgan bo'ldi vaqtida. Demak, ularning namozni buzmaganligi, u namoz o'qiganlik hisobga kirganligining o'zi nima desa, sajda bilan, ya'ni ikkinchi qatim sajda qilib bo'lgandan keyin bir rakat namoz tamoman tugaydiganligi, ya'ni ashunga o'xshash, yana bir qatim qilgandan keyin 2 rakat namoz tamoman tugaydiganligini bildirib degan gap. Bu oxirida o'ltirish, o'ltirmaslik o'zimizning ishi degan gap. Yani bu şeyde ve qu'uden degan şu kelimenin özünü biz bilip alaymızki, ikki rukunun arasındaki qa'di, yani o'ltirishning o'zini bildirib oladi. Agar o'zi o'ltirish bo'lmasa, bir rukun qilgandan keyin, bir sajda qilgandan keyin u qolib ketgan gap bu yerda. Shuning uchun o'ltirib, yana o'zi Allohu akbar deb yana bir sajdaga berib, undan namozni tamom qilamiz, o'tirdi bir o'ltirish bor degan gap. Yani shuning asosan namazning o'zi qiyam, bir tal ruku, 2 tal sajda. Yana o'zi o'nimiz turgan yoki ruku sajdaga borgan vaqt Allohu akbar deyish. Undan keyin o'zi Sura Fatiha hozirgi vaqtda umumlashib ketdi, ashning o'zini o'xshash shu hozirgi elhamdulillahillazi lam yattakhiz valadan degan nim bilan Sura Fatihani o'qish, buning hammasi nima desa, bu farz degan gap. Aş farzlarning qaysi birisi buzilsa, o vaqt namoz buzildi degan gap. Endi namozniki vaqtlar bormi? Qur'onga namozning vaqti bormi deb baqaqini deb aytayotgan insonlar bor-da. Namozning vaqtini bildirish uchun Jibril alayhisalom atayin tushib, payg'ambar alayhisalomga namozning vaqtini o'rgatib,
ketkenmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'de faqatlı Peygamber Aleyhisselam Cibril ile fakat iki qatimli uçraşqanlık haqida ayet var. Ya bula şu bir ömrüne doktorluk ünvanı namaz sadece. O şu Kur'an-ı Kerim'de namaz yok. Namazın vakti yok. Rekat sani yok. Eti peti deyişçilim. Ağandakla mis kılmançı mençü. Doğru. Acayip bir mene. Okuatkan nesi, bular namaz özündüğün nesi, neymi diye vaqtda benim avu. Hidayet Şervakay diyen kitabımda özündü bular. İçim pek ağrıydı ya. Bunu avu ikinci katıımda ne kılımız? Ama namazdaki vakti ne? Diye vaqtda iki tal ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Birincisi Sure Hud'niki 114. ayetinde Eqimis salati tarafeyn nehar ve zulhefen minel leyl innel hasenat yuzibne seyyiat zalik zikra lizakirin diyen ayet. Namazını gündüzdeki iki tarafı da oku. İki tarafını Allah Teala qanday tushuntiradi bu yerda? Ve zulhefen minel leyl deb tushuntiradi. Kechiga yaqin bo'lgan taraf. Kechi degani yani künneki aşı nur ne kılıp kızılık yokka vaxtın özü keçi oldu. Şunun yakın bolgan. Yani gün oltuğandan başlap aşı günün kızıllığı yokkan vaqt bilen yen bir terpi qası tang etişten başlap gün çıkıcı arlık. Muş iki vaqtın özü namaz oku deydi Allah Teala Kur'an'da. Yen bir sıçıyor Sure İsra'nınki 78. ayetinde Eqimis salate liduluk şemsi ila gasaqil leyli ve Kur'anel fecr inne Kur'anel fecr kâne meşhuda dedi. Namaz oku nimede? Liduluk şemsi. Gün qarılğandan başlap kaçan ila gasaqil leyli. Yani gün oltuğucu. Yani mayada hazır saat 1'de deyli. Saat 1'den başlap 9'gacha aralıkta namaz oku deydi. Muş aralıkta bu aralık bir vakit gün oltuğandan başlap künneki kızıllık yokgacha aralık bir vakit tang atqandan başlap gün çıkıcı aralıkçı yen bir vakit. Qancha oldu şu vaqtda namazın vaqti emmisi? 3 oldu mu? Üç namaz, bomdat, peşim, huttem. Üç namaz, her namaz, o namazdaki yani üç namazın vakti, yani üç vakit ve her namazdaki rekat sani, iki rekat. Şunu çıkıp oldu mu? Benim o şu. Kur'an bayan kılan namaz benim o şu. Bu Enes Hacim'deki namaz vaxtlarını başlap çıkaran bir nimeken. Bunu da şu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerindeki hemmesini misal. Şu hazırki şu klasik dinge boysunduruş için kılıngan hem de bir nimemdi. Şundan çapadaydı iken. Yok diğerleri nispeten hem de yani. Paylaş materyali şu. Lekin bu yerda zulep diye köpük mananı ifadeleri dev oturup ondan manan çıkırışı hacet yok. Mesela sizlerle uçraşmak diyorsan bir yerde şu nemeden saat 1'den başlayıp 9'gacha aralıkta uçuruşayla deymiz go. Şu aralık hemisi vaqtla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aralıktaki vaqtlar arasında uçursak bo'ldi degan gap. Peşimden qanday o'qimiz degan vaqtda saat 1'den başlap 9 aralıkta o'qisang bo'ldi degan gap bo'ldi. Xuttam necha degan vaqtda kun o'ltirgandan başlap kunning qizilligi yo'qgacha aralıkta o'qisang bo'ldi degan gap bo'ldi. Bomdat necha degan vaqtda kun nima tang atqandan başlap kun chiqishi aralıkta o'qisang bo'ldi degan gap bo'ldi. Bu yerde 5 namaz o'qishlikning sababları nima degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam ba'zida
peşimni saat 1 o'qib qolgan bo'lsa, masalan, hozirgi vaqtdagi soatni hisoblab qilgan vaqtimizda. Ba'zi vaqtda 4-5 ta o'qib qolgan vaqtlari bo'lganda. Shunga 4-5 ta o'qigan vaqtda bir namoz, mana bir namoz hisoblab keyingi vaqtda ashunday 5 namoz aylantirish uchun qilingan bir harakat. Ikkinchi birisi aslida Makka mushriklarniki nima asr namoz o'qiydigan qoidasi bor. Ba'zi mazhablari asr va sham o'qiydi bular. Balık esir namazını alaydı onun gidip ya da gündüzünki perişteleri bilen keçinin perişteleri ismini almıştı o vakit şu vakta doğru gelgen namaz bu bek mühim dep taliplerdi bu bazılarımız. Ya o esir namazı gap yok. Kur'an-ı Kerim'de Hafizu ala salavat ve salatul vusta degan ayet qarta devadı. He. Bu ve salatul vusta degan hamda o'tir namoz desa, o'tir namoz deb tarjim qildik buni. Tarjim qildik o'tirdiki namoz qosid deb, ashni izdab, shunchalik o'zi ash aqlni ishiltib shundoq jafoat atib ketgan yeri bor-da. İctihat qilib. Bu Allah Taala mayada namozga biz oyatni qanday o'qiymiz degan vaqtda o'tir hal ovozda o'qu deb u qadar tafsir bayon qildik. To'g'rimi yoki? Hamda namozga yaman uzun oyatni o'qimdim yoki yaman qisqa oyatni o'qisam bo'ladimi degan bir dakika do'kinimi Alloh taolo ko'tarib o'tish uchun salatul vusta deydi. Hafizu ala salati namozni muhofazat qilinglar. Namozniki o'tir halligini ham muhofiz qilinglar. Uzun bir so'r baqardek bir so'rni o'qib, qaqni qaqishtirotmanglar. Bir jumla elhamdülillah deb qo'yilgan ruku qilgan mundaq ishni qilmanglar. O'tir hal bo'lsin, har ishlik o'tir hal bo'lgani yaxshi-ku. O'tir hal ashunda qilinglar deb Alloh taolo hatto namozniki o'tir hal darajada uzun emas, qisqa emas o'qishning o'zini Alloh taolo buyruqliq. Bu haqda rivoyatlar bor. Muazin Jabalning o'zini Yamanga payg'ambar alayhisalom valiylik avatgan vaqtida nasihat qildi. Uningdagi u yerda bir nima imomlik qilgan vaqtida Yaman uzun oyatni o'qigandik, u yerda shikoyat keldi. Yamanbek uzun oyatni o'qiyapti, bizning aramizda qeyrillarimiz bor, buni barrash bir bo'lolmaymiz degan vaqtda payg'ambar alayhisalom qattiq keyib ketgan degan yerlari bor. Bu yerda yuz ko'z qizirib shundoq nima ish qilsam bu boshqalarniki nimasi qarmay besh patman oyatni o'qib olsa deb bu yerda unda degan yerlar bor misol. Demak bu nimani bildirdi desa, salat usta deganning o'zi o'tir namoz emas. Yer sharning o'tirisi bo'lamdi. O'tiris bormi yo'qmi? Yer shar jumla. Jumla narsa o'tirisi yo'q. 3 ta narsaniki bunda 3 ta narsaning o'tirisi bo'lamdi. Qas o'tirdik namoz o'qidi misol? Mumkin emas o. Uning uchun namozning o'tir namoz bo'lmaydi, namozning o'tir holi bo'ladi. 3 ta narsa uzun emas. Ma bulduğanda? Ya manda bo'ladi. Bunda qolgan vaqtda qas o'tirdi degan vaqtda. Mana aylanib turgan narsa, mana tuz olmaydi. Peşim o'qiymiz, peşim o'qiymiz, xuttam o'qiymiz, bomdat o'qiymiz, aylanib turdi-ku. Aylanma narsa tuzib qolsa tugaydi oxirisi. Tuz olsa 2 bo'ladi. 2dan Shuning uchun bu yer nima degan vaqtda Hafizu alayhisalovat va salatul vusta degan oyatdagi mazmunimi aslida namozniki o'tir halligini, ya'ni uzunmi o'qib atmaslik, bak qisqami o'qib qo'ymaslik, o'tir hal o'qishning o'zini bo'raydi degan. Siz hozir shu Qur'on Kerimda namozning vaqti yo'q, voy namozda rakat soni yo'q deb shunda yurgan haqlarga tamam ba deb bir akadilar vaqtlarini uchun. Namoz rakatlarini hammani deb berdilar. Endi bu 5 vaqt namoz desa bu 3 vaqt namozni tushirib qo'ydilar. Yaman yenik bir ish oldu. Ana bu Şialarning shunday vaqt deb seni Şia deb turib olarmi bu haqlar? Nima desam biz onunla bizniki mazhabimiz yo'q, chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga
Evet. Sen hiç qaysi mazhabda emas, faqat Qur'oni Karimniki ko'rsatmasda deganli yeri bor-chi. Biz faqat Qur'oni Karimni ko'rsatmasda. U xalqning nima deyishi biz ishimiz yo'q. Pervayim pelek desizler. Pervayim pelek. Tamam. Hamda namozni o'qishdagi maqsad nima degan vaqtida Alloh taolo Sura Taho'niki 14-oyatida innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni ve aqimis salata li zikri deydi. Allah Taala deydi ki men faqatli birli Xudo. Manga o'zi itoat qilinglar. Meningdan boshqa hech qanday iloh yo'q. Itoat qilishga loyiq bo'lgan hech qanday iloh yo'q. Shuning uchun manga itoat qilinglar ve aqimis salat li zikri. Namozni li zikri mening nasihatimni esinglarda saqlash maqsadida o'qing. Kot namozni o'qib qo'yib lekin talavvuzga aldaydigan ishni qilmay edi. Namozni o'qigan vaqtda Alloh taoloninki bar birligini, bay biz deganga o'xshash, uning qudratlarini tushuntiradigan oyatlarni o'qish va Alloh taoloninki bizga qilgan tavsiyalari, nima ish qilishimiz kerak, nimani qilmasligimiz kerak, buni esimizda saqlash maqsadida namoz o'qiymiz degan gap. Bunda Uyg'urcha o'qishni hech bo'lmaydi. Chunki bu namozda bir oyat var. La taqrabus salati ve entum sukara deyipçi. Hatta ta'lamu ma taqulun diye ayet var-çı. Sizler mesalette namaz yaqin kelmanglar, hatta ki o o'qigan siz nim devatqanlarni bilgidek odatda bo'lmoqchilik deydi-çı. Bu yerki söz nima degan vaqtida inson o'zi devatqan so'zni tushunish kerak degan gap. Bu yerda Bayman deganga o'xshash misol Ebu Cehil'niki, Yakub Maydı Pir'önniki, Beni İsrail'ni öldürgen vakaza bir vahşiyani bir hikayesini o'qib atamdı. Yakub Maydı Allah Teala'nın sıfatlarını, Allah Teala'nınki bizga bergan tavsiyalarini o'qib atamdı. Hech narsani bilmayli o'qish o'zi to'g'ri narsa emas degan gap Qur'oni Karimniki hukm bo'yicha. Bu yerda Qur'oni Karimniki mazmunning o'zini Qur'oni Karimdan 100% mushundaq ifodalayaptim emas. O'zini kallasida Alloh taolani bir xil sifatlar ifodalayotganligini, yoki Alloh taolaning tavsiyasining o'zini xotirlayotganligini his qildiqroq shaklda o'qisi bo'ldi. Men shu Uyg'urcha shu so'zni qildim. Mush so'z ash Qur'onlik so'zning o'z ayni deyish hech qanday hojat yo'q. Chunki hech bir zaman bir millatning tili ikkinchi bir millatning tilini 100% ifodalayamaydi-ku. Tarjima u boshqacha chiqadi. Uning uchun men zot maqsadni ifodaladim degan mazmunda qilsa bo'ladi. Elbette. Şu Allah'ını zikir kıladigan, Allah'ını esletadigan birlik barlığını, şu ayetlerinin meanisini Uygurca okup kısmı buludu. Şundak mı? Hozir misol şu YouTube qarasa, şu osmon jismlarini, misol dal-daraxtniki ichidagi sirlarni, insonning vujudidagi, mesela jonliqlarniki vujudidagi sirlarning o'zini shundoq o'zi tushuntirgan shundoq videolar bor-ku. Aşağıdaki Allah Teala'nın şu çeksiz kudretindeki bir parçası olan aşinasını esiga eliş, aşinasını hatırlaş arkalı okusu mu? Yanılı özü buluver diyen gibi. Yani Allah Teala'nınki şu sıfatlarını esiga algan bol diyen gibi oldu. Allah maşallah. Yani kıyın iş yok alemde kömür koygan Adem gidisler. Elbette. Hem de namazdaki yen bir nemesi taharet. Hem namazdaki jarayonlar yuqoriga o'xshash, namoz 2 rakatgan, namozning vaqti 3 kan, uning ismi, namozdagi ismlari bomdod peshim xuttamkan. Ham namozdagi namozni qanday o'qib, namoz o'qimoqchi bo'lgan nima ish qildi ekanmiz degan vaqtida Alloh taolo Qur'oni Karim sura Moidaning 6-oyatida
Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ile salati fâgsilû vucûhekum ve eydiyekum ilel merâfiqi ve emsehu bi ru'usikum ve erculikum ilel kâbeyn ve in kuntum merda ve in kuntum cunuben fettahharu ve in kuntum merda ve la seferin ev câ ehedun minkum minel gâiti ev la messumun nisâe falan tecidû mâyan feteyemmemû sa'iden tayyiben femsehu bi vucûhikum ve eydikum minhu. Degan muş ayetning özde Allah Teala deydi ki, siz namaz okumakçı bolsanglar, namaz okuyma devatkan degan insonni ki birinchi qildigan ishi nima degan vaqtda namoz o'qimoqchi bo'lgan insonning birinchi qildigan ishi tahorat elish. Namozning oldida tahorat olamiz. Tahoratni qanday qilamiz degan vaqtda faqsilu wujuhakum. Birinchi o'zingizning yuzini yuvasizlar. Yuzini yuvasizlar debdi. U yerda o'zi qanday og'izni yuvinglar, burningni yuvinglar, ko'zingni yuvinglar degan gap yo'q ekan-ku. Buning o'zini sunnatni topmasang, nayni topsa? Devatkan ahmaklık vardı. Bir Müslüman emas, bir qara Xitayning o'ziga deb bak, yüzünü juğancha qana qilsa deb, yüzün juğan bir Xitayning o'zi ko'zining chapog'ini erg'daydi, burnining manqisini erg'daydi, og'zining shulgaylarini erg'daydi o. Buning uchun juydi uni. Onun üstüne burun degan yüzü tutsa başka bir yer demez. Yüzünün ju deganing o'zi yüzü mushundaq o'zi ko'rinib turgani. Yüz degan arab nimda aytasiz? Mavajiha ilay deydi. Mavajiha ilay deganing o'zi men sizlarga shunda qaragan vaqtda sizniki bu yüzingizda qanchalik yani ko'raman. Bu o'zi yüz. Shuning ichidagi yerning o'zini hammasini juysa degan gap. Yüzün juyishlik maqsad ko'zning chapog'ini, burnining qaqichini, og'izniki o'z shulgaylarini tozalash uchun juydigan narsa u. Başka bir maqsad yo'q bu yerda. Sen uni alayda bir rivoyatning o'zini rost qilish uchun u yerga sen boshqa bir narsani akirish hech qanday hojat yo'q. Allah shu u yerda toza bo'lsin, tahorat degan nima? Pokizlash-ku. Sen og'zingni, ko'zingni o'zi, burningni pokizlamasang, qanday yuzing pokiz bo'lgan bo'lsin? Buni sen sunnat deb bir rivoyatni akirish nima hojat var mesela? Hech qanday hojat yo'q. Meyl açılıp gitmesi lazım. Moşu bu yerda illaki bir rivoyatni akilib bu yer chaplashga hech hojat yo'q ki. Olga rivayet ekipte pakize doğruluk 14 cilt kitap yazan gibi. İslam'daki pakizler. Vudu demiş. 14 cilt kitap yazıp demişler. Yüzünüz yo'ldaydi. Hem ikkinchi so'risi ve eydiyekum ilal merafiqi. İki qo'lingni va jayningni kerak jo'nglar. Alloh taolo devatma ne kerak juydiganligimizni deb beryapti Alloh taolo. Bu qas sunnat qasi o'zini Peygamber Aleyhisselam qilganligi uchun biz uni qilamizmi yoki Alloh taolo buyurganligi uchun Peygamber Aleyhisselam qildi deb uning o'zini biz mana tushunamiz. Peygamber Aleyhisselam namozni hech bir zaman Makka mushriklarni o'rgangan emas. Hech bir zaman Yahud Nasara'ni o'rgangan emas. Peygamber Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'deki biz bay okuyan namaz münasebet ayetini öğünüp onundaki namaz okuyan Peygamber Aleyhisselam. Bu Mekke müşriklerini öğünüp aşağıdaki kığa işini kığan bolsan buptu. Ama benim için kığan bolsan ben onun özüne tasdiqladım. Demdi Allah Teala. Herkes onda kalmaydı ki. Allah Teala bir nersini ben farz kıldım dese illa ki aşağıdaki zaten tefsilatını berdi Kur'an-ı Kerim'de. Qo'lingni, yani ikki qo'lingni jayningni kerakli juyinglar deydi Alloh taolo. Ikkinchisi, birinchi yuzimizni juymaymiz. Yuzimizni juygan vaqtda bayqidek ko'zimizning chapog'ini erg'daymiz, burnimizning qaqashlarini, og'zimizning shulgaylarini ravorsiz cho'tqilab tozalaymiz degan gap. Ikkinchisi, ikki qo'limizni jayningimiz kerakchilik juymaymiz. Vamsahu bi ru'usikum. Uchinchisi esa beshimizga masih qilamiz. Beshimizga qo'limizni yo'qib bunda silyapmiz. Dördüncü sorusu ve erculikum ilal Ka'beyn. İki putumuzga, uşuğumuzga kerakchilik uchun masih qilamiz. Juyimiz emas, masih qilamiz Qur'onda bu. Ey Allah. Qur'onda ikki juyish var. Yüzümüzü juyimiz, ikki qo'limizni jayningimiz kerak juyimiz. İki masih var. Birisi beşimiz masih qilamiz,
ikki putimizga o'shqimizga kelib masih qilamiz. Ardı qolgan ishni qilmaymiz. Taratni hep keydi, akin o'zi nima paypani kiyib oladi. Unidagi o'zi pishim vaqti kelgan chaqda tarat nima paypani yashmaylik to'psik masih qildisizlar. Jug'uning esa bu masih qilganing esa bu vaqtida. Yalğaş putuq qilamiz. Agar o'zi paypaq kelgan bo'lsak, shu paypog'imiz bo'lsa, paypaqni ustida qilsak bo'ladi. Masih degani o'zi shu. Chunki 5-nji masih qilgan vaqt chechini elib o'tish to'g'ri kelmaydi-ku. Chechini elib o'tib qil demaydi Alloh taolo Qur'onda. Paypaq undaq emas. Paypaqni ustiga qilsak bo'laverdi. Putimiz toza bo'lsa ham, putimiz maynat bo'lsa, yuvish kerak baribir. Çünkü bu yerdeki mesele ne modu? Taharet emez mi o? Taharet pakiz buluş. Hazır kem geçe karıslam. Bazı insanlar var hatta çoğalı ki istinca kılışını çoğu. Her izde bir vallahi. Bu ayette de bu toğruluk bir nesi ötmedi o. Hem de istinca degenin özde o işten eğer bekarak meynat olsa jüyüş lazım zaten. Hem onu yaşarak tazlap qog'ozni tozalab bir narsa qilsa, u vaqtda u jumusim bo'ldi. Lekin halqi Nurg'uyal bizni vatandagi vaqtida deyli, kesak yo'ldan ikki putning orasida o'zi layit o'ynaydigan undaq ishlar emasmi? Bunda bo'lib qolsa, u halqi sal bo'lmaydi, uning o'zini yuvish lozim. Chunki bu namozga yaqin kelgan vaqtda tahorat degani pokiz bo'lish lozim. Mandig'ini ko'rdim qaraslar. Eğer siz neçe yaş kiygen bolsanız, taharatı pişiriş için aşınca kadar menişiniz şartken. Mesela 83 yaş kirip kalkan beni ögeydi da eğer taharatı pişiriş doğru kelip kalsa 83 kadar meniş gerek diyen bulamdan mı? Elbette. Bunu buna öz çıkırıp algan ama o nemede taharat degenin özde bazı adamdan o hal uzağa çalım tutsuma keyin anda ekip kaldığı işte boludu. Yaş çoğmaygan sırı. Bazı adamdan onda bolmaydı misal. Şunun için her adam özünü kelki ehval karta kısı boluverdi. Hem de eğer ve en kuntum junuben fattaharu. Eğer sizler junub bolsanlar qanday qilasizlar degan vaqtda Alloh taolo bizlarni junub bo'lgan vaqtda fattaharu. Nayt yaxshi pokizlaning deydi. Buning o'zida ham fattaharu degandiki bu halqi nima deymiz buni? Siği mubalığ deydi buni. Nayt bek pokizlanish degan ma'noni bildirdi. Uning uchun buni juyunish deb qaraydi endi. Shuning uchun bu yerda juyunsaqda yaxshi bo'ladi. Ve en kuntum merda endi buniki yani şartları var. Ve en kuntum merda ev ala seferin ev caa ahadun minkum minel gayeti ev la meslumun nisa'a felem tecidu ma'an feteyammamu sa'ilan tayyiba femsehu bi vucuhikum ve eydikum minhu. Eğer size ağırlık olsanlar, ya ki sefer üstü olsanlar, ya ki hacet kıp kelgen olsanlar, ya ki ayağınız bir boğan olsanlar, onundan keyin pelem tecidu ma'an. Sizlar su tapamagan bo'lsangiz qanday qilasiz? Fatayammamu sa'ilan tayyiba. Pokiz to'pi bilan tayammum qilsangiz bo'ldi. Tayammum qanday qilamiz? Famsahu bi wujuhikum va aydikum minhu. Bu to'pi qo'lingni tekkizib, yuzingni va qo'lingni silaysizlar. Bu qadar. Ya'ni yuzingni silaysizlar, qo'lingni jaynig'ini kengashlik degan ibora yo'q bu nimada? Tayammumda. Buning uchun qo'limizni tuproq tekkizib yoki tuproq o'rlaydigan narsaga tekkizib qo'limizni bunday qilsakmi bo'ladi degan gap. Chunki bu halqi odamni pokiz qilmaydi, faqat Alloh taolaning buyrug'iga itoat qilishdan iborat. Bir simbol hisoblanadi. Ma yuridu liyaj'ala alaykum min haraj. Alloh taolo sizlarga qiyinchilikni iroda qilmaydi hech bir zaman. Valaki yuridu liyutahhirakum. Lekin Alloh taolo sizlarni pokiz bo'lishinglarning o'zini iroda qiladi. Ya'ni inson har holda
moddiy jihatda pokiz bo'lmagan jihatdami Allah Taola'niki qil degan buyruqqa itoat qilish orqali ma'naviy jihatda bo'lsa-mu pokiz bo'lib ish qilish kerak degan bo'ldi. Va liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Sizlarni shukr qildi degan umidda Alloh taolo o'zining ne'matlarini shunday tamomlaydi deydi. Ya'ni tahorat elish yuqorqidek bo'ladi. Pokiz suvda yüzimizni yuvamiz. Yüzimizni yuvgan vaqtda sunnat, ma'sunnat emas, ash farz. Ko'zimizni yumsak yoki burnimizni yumsak, u yuvgan hisob kirmaydi. Ko'zimiz chapog'i shupet tursa, burnimiz qaqashlar tursa, u vaqtda yuvgan hisob bo'lmaydi. Shuning uchun o'yan pokiz qilish kerak, og'zimizni yaxshilab pokiz yuvishimiz kerak. Bu bir. İkinchisi qo'limizni jayligimiz kerak, pokiz yuvishimiz lozim. Beshimizga putimiz masih qilishimiz lozim. Men 4 ish. Bu 4 ishni qilgan vaqtda biz o'z tahorat olgan bo'lamiz. Sakallıkın 5 deydigan gap bor, o sakallıkın 5 emas 4. Endi namozdagi yana bir nemasi qibla haqida. Yani namozni o'qigan vaqt ne qarab o'qiymiz? He? Azroq qilib qoldi 10 minut 5-10 minut tugaydi mana bu. Qolganini keyin qatimiz so'zlaydi. Qibla haqida. Qibla haqida ma Sura Baqaraning 144-oyatida qad nara taqalluba wajhika fis-samai falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladina utul kitaba degan bu oyatning o'zida Masjid-i Haram, yani haramning masjidi bo'lgan ash Ka'ba tarafga qarab namoz o'qish bu yana bir farz. Yani normal ahvol ostida, yani biz aeroplanda ketayotmaymiz ya poyezd bilan ketayotmaymiz yoki bo'lmaydi otqa minib dushman bizni qo'g'layotmaydi. Shunday normal bir holatda bo'lgan vaqtimizda biz namozni shu Ka'ba tarafga qarab namoz o'qishimiz farz. Namozning bir farzi. Yana degan gap. Endi mana o bir talliq qilib qoldi juma to'g'riliq. Sura Jumaning 9-oyatida ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Degan bu oyatning o'zida Alloh taolo deydiki, juma kuni namozga chaqirilgan vaqtida sizlar ilm setimni qo'yib Allohni zikr qilishga, ya'ni Alloh tushirgan va'z nasihat so'zlanayotgan yerga nihoyat tiz beringlar. Bu o'z ilm setim qilganlarni yaxshi deydi, agar sizlar bilsangiz. Demak, bu yerdagi mush oyatga asosan nurg'un odamlar juma namozi deb ayrim bir namozning o'zini barpo qilib, juma kunisi 2 rakat namozni o'qiydi, uni oxiriga peshimni o'qib, o'qigan jumaga ishonmaydi o odamlar. U bo'lmay qolib qolsa Alloh taolo meni qabul qilib qolarmiki deb o'zining qilgan ishiga ishonmay ani qiladi. Bu to'g'ri emas. Juma kunisi jamoat yig'ilgan vaqtda o'qilgan peshim o. Juma kunisi o'qigan ayrim bir namoz yo'q. Shu peshim namozni jamoatda o'qiganli bo'ldi, xolos. Shuning uchun har qanday odam şu imamның ақысы тұрып 2 rakat namozni o'qidi, peshimni o'qigan bo'ldi, juma kuni jamoatida peshimni o'qigan bo'ldi, tugidi. Qolgan 10 rakat, 20 rakat namoz o'qishga qanday hojat yo'q degan gap. Ham namoz o'qiyman deb o'qisa, u o'zining ishi. Lekin al-qajab tugmadi bu namozning o'zi. Turkiyada ishlab peshimdan nima, jumaning oldidan 4 rakat o'qiyotgan, kirganda 2 rakat o'qiydi, 4 rakat Cuma o'qiganda yana 4 rakat, 10 rakat o'qiydi. Hammamiz qo'shilib 18 rakatmi, 20 rakatmi tugamaydigan bir namozga kirib ketdi-ku. Unda bir shart asida agar u odamniki ishi bo'lsa, imom bir 2 rakat namozni o'qib lekin chiqarsa, namozni to'liq ado qilgan bo'ldi. Degan gap. Ammo nafl namoz o'qiyman desa, u o'zining ishi. Ammo farz faqat 2 rakat namoz. Namozniki nimalari mana mushundaq tahorat haqidagi, namoz haqidagi, qibla haqidagi, namoz rakat soni, ruku, sajda haqidagi, sajdaning 2 rakat nima, 2 bo'lish haqidagi
ma'lumotlar Qur'oni Karimda mana shunday berilgan. Shunga asosan namoz xulosaga vaqtida namozning o'zi her vaqt namoz ish kerak etgan. Rivoyatlarimiz zaten aynan turibdi u. Namozniki vaqti 3 vaqt ekan. Biri bomdat yani tong atgandan boshlab kun chiqish orliq bir vaqt. İkinci vaqtning o'zi kun qorilgandan boshlab kun o'ltirch orliq yana bir vaqt, peshimning vaqti. Yana birisi o'zi kun o'ltirgandan boshlab nima kunlik qizillik yo'qligicha kecha deganda kunning qizillik yo'qligicha orliqdagi vaqt bir vaqt bo'lib, mana 3 vaqt 3 vaqt o'qilgan namozning ismi Qur'oni Karimda bomdat, peshim, xutbdan iborat. Bu 3 namozning ismi bor Qur'oni Karimda. Eğer 4. namazın ismi var, 5. namazın ismi var ise o adamla şu namazını tep ekersin. Kur'an'ın içinde nerede olsa o vakti şu tep ekersin biz kaydı oluruz. Bu mesela rivayetinden işten atmaydı. Zaten bu rivayet aksıl kirip 1400 yıldan birisi bir taharetli bir namazını hal kıp olamadık. Misalda. Onun için biz şunçalar ötüp ketken vaktimizdeki israf boğunuğu qarap bolsa kaytışımız Qur'oni Karimda nima degan bo'lsa shuni qilsak, o'ng'ayla o'zi ish hal bo'lganligini bilishimiz lozim. Tahoratmi yuqorqi deganga o'xshash, yuzimizni yuvish, qo'limizni jaynigimizga kelishga yuvish, beshimizga va putimizga masih qilish, putimizga o'shig'imizga kelishga masih qilish. Mana bu o'zi tahorat. Tayammum degan vaqtda yuzimizni to'piq qo'limizni tekkizib yoki to'p o'rlaydigan narsa qo'limizni tekkizib, yuzimizni silash va ikki qo'limizni silashdan iborat. Tayammum. Taharatı sundurulgan narsa nima degan vaqtda nijosatning chiqishi yoki nijosatniki badnimizga yoki kiyim-kechaklarimiz chaplishishi jiqaroq yerga uningdan keyin o'zi jinsiy aloqa bu narsalar hammasi nima qiladi desa taharatni sundurulgan narsa degan gap bo'ldi. Bu yuqorqi oyatga asosan. Hurmatli jamoat, shuning bilan o'zi namoz haqida ham so'zlasak yomon chiqdi bu. Qisqartirib dedik. Namoz haqidagi ma'lumot shunchalik. Ham ikkinchi qadamda kelar hafta inshaalloh jin namoz, Alloh taolo farz qilgan namozni biz mana shu haftada o'z bayon qildik. Hamda ja namozlar yoki qo'shilib qolgan namozlarning o'zini nima uchun qo'shilib qolgan, qanday qo'shilib qolgan, nima sababdan qo'shilib qolgan, buning o'zini qanchalik qo'shilib qolgan, buni kelar hafta inshaalloh tafsil bayon qilamiz Xudoyim bo'lsa. Başka sorular var mı? Maşallah. Yaman asıllaştırdı Lugus'la bu. Allah Teala hiç kadar depti gayede. Yuridullahu lekumul yusre ve la yuridu lekumul usre dedi. Tamam. Eşkırı da bir fikir var mı ya? Mesela. Evet.
Bu halkı meni demekçi oğlum nemi degan vaqtda bizmi o'qidik vatanda 8-10 yil atrofida diniy sohada o'qigan vaqtda namozni %99% insonlar ota-onasidan shu yani imomlardan o'rgandi. Bu imomlama hiçbir zaman bir tal imam yoki bir musulmonning o'zi qo'pib men faloni rivoyatim namoz o'rgandim degan insonni o'shaqlamaydi. Hech kim rivoyatni namoz o'rgangan emas. Mushada hozir rivoyat qarshi chiqyapti. Ahkoq degan insonlar namozni mush Qur'oni Karimchilik mushunda tafsili bayon qilgan bir tal rivoyatni keltirib baqsin. Yüzlerce rivoyat var deydi. Bir talni keltirib baqsin, keltiramaydi hech qanday yerda. Ular nima degan desa, mushu Umayya, Abbasiya sulalısida zamonasida belgilangan dini dastur belgilangan mushu o'zi Hidoya, Sharvoqa degan mush kitoblarni o'gindi. Bu kitoblarniki ichida 5 namoz nima uchun bundaq o'rin oldi? Uniki masalan ba'zilarininki 4 rakat, ba'zilarining 10 rakat, ba'zilarining 5-6 rakat ashida bo'lishlik sabablar nima degan vaqtda buni inshaalloh kelar qatimda buniki kelish manbalari buniki maqsad muddaolari hammaning o'zini biz o'zi kelar qatim tafsil bayon qilamiz deb o'ylayman. Tamam. Allah razı olsun. Ben bayatımı dedim hem de şu bir ömrünü İslam'a atagan Uygur halkını İslam dini arkalı kuzuşunu oylavatkan mesela şu değil mi? Nayet katta hem de şu bulaşıyor. Boşuna bir ömrüne hem de şu Kur'an'da namazdan vakti yok, rekat sanı yok ne deyiş için ügengen deklam zaten şu. Elbette. Ergeç güçlüdür o, herkes tapanmaydı o Kur'an-ı Kerim'de hocam. Başlıklarım hocam, Kur'an-ı Kerim'de namazın vaktini tapanmaydı demez bana. Muşi derecede hem de hocam ağlamış hocam. Onun ki Uygurların ehvalini özgertiş için mesela yeni bir katım dep koyay. Mısır'a 10 bin, 20 bin adam beri İslam dinini şey edip hocam. Ügünlük hem de hocam. Ezheri buluşun hocam. Aşılama tepkiremek hocam bunu hocam. Evet. Çünkü ular dinni hiçbir zaman Kur'an'da öğrenmeydi. Kur'an'dan mesela iman sahasını öğreneydi mene ben ötken neçkatını kıldım o. O şu hazırki akidet tahavisi en meşhur akideler. Aş akidet tahavinin özünü okuydu. Kur'ançılık minik perzimçe en az olsun 10 çıkıdı. Aş Hitin İsa'lığa vaxtıda. O Kur'an'da 10 parça kitabını bir akidetin düşünüşünü okuyandıkken o adam hiç de bilmeydi diyen. Onu tahavi yazılı, onun şerhisi var tabii şimdi çıkıl şerhisi. O halkı bir iki kolunu tutup küçük kolunu pekırt taşlap koysa pekırap derden mağamayga adamda köp kalgandek bu insanlığın özü aş Mısır'a ezerlik berip bütün akidini okup kallası umaş olup neyim deyişini bilmeydi ki şunu bana özü boldu. Mana deyişsin Kur'an'da ergeçsen azgın olup gitse deyişi günü düşüyor. Özünün ezip boğanlığını az deyip halkının özünü Kur'an'a ergeçsen azsa deydi de acayip. Allah Teala'nın deydi dese Allah Teala Kur'an'a ergeçken vaktinde cattapsa deydi. Şu. Özen yesavagan, başkalar icat kılıp koygan oydurma dini ergeçsen Allah olursa deydi. Bizni hazır Allah hukuk kitiyotuşunun sebebi nemi diye vaqtda oydurma dini ergeçkenlik. Şu. Biz Uygurlar için demez bütün dünyadaki insanlar için. Elbette. Bu işlemdi şu. Allah razı olsun. Uygunuş meyli Türkiye'de, meyli Çetel'de, meyli İngiliz dili yaki o Türk dili yaki Arap dili de söz işleyen insanlar olsun. Uygunuş Kur'an'a kaytiş hareketi varmış şu. Dinin esli kaytiş hareketi de biz bunun anlayan vaxtıda bunu hadis kilip toktap kalkan şu. Hem de hazır Kur'an kilip şu insanlar şu. Elbette. Bunu tutanmaydı. Hem onun üstüge Kur'an'ı düşündürüş metodunu biliş gerek. Evet, doğru. Kur'an'ı o müfessirlerine düşündürgen boyunca müfessirli berip akidege boysundurup düşündürgen nerse var bu yerde. Bundan emez. Kur'an-ı Kerim'in özü de Allah Teala o Kur'an'ı kandak düşünüş metodunu oturup koygan. Aşı metot boyunca o Kur'an'ı düşünüp mansa
O adamın ait onay düşünüdü, özgüm kıyınçılık olmaydı, başka adamı onay düşündürdü. Ayette öyle. Qarindoshlar nurg'un o'zi o'qigan, nihoyat bak olim bo'lib ketgan, necha bizchilik, necha 10 parcha yo'g'on kitobni o'qiyotgan nurg'un o'zi olim, ulamo bo'lib ketgan qarindoshlarimiz bor. Ash qarindoshlarimizniki o'sha Qur'on qaytib, Qur'ondan zot tafsili ashundaq narsalar, ashu butun o'zimizning yo'llarini Qur'ondan izlashini biz tavsiya qilamiz. Qur'onchi bo'lishini tavsiya qilamiz. Bir sual o'qimas uchun savoldan bir tushib qoldi. Burun o'qiyanma qilingan namozni qazo namozlarini to'ldirib o'qish degan ish bormi degan bir savol tushibdi. Qur'oni Karimda qazo namoz o'qing degan bir ibora yo'q. Chunki bu namozniki o'qilmagan namozga jazo yo'q-ku Qur'oni Karimda. O'qilmagan namozga jazo bo'lmagandan keyin u yerda qazo qilishga hojat yo'q degan gap. Ayetler bizi küpayı hacım. Kâne salate nime? Vakti bilen periz kılındığı ayet. Vakti bilen periz kılındı bir. Andaki vakti bilen periz kılındığı nersindeki vakti ütketgendeki perizinin vakti tügüt diyen gel. Tügüt vaxtıda. İkinci birisi 12 hiç kadar cezası yok. O neymi koşaş? Mesela ibadetin içinde Ramazan'daki rozundaki cezası var ki. Rozun tutuşka imkanı turuqluğun o tutmagan bolsa her günlük rozu üçün bir miskinlik bir vaqt tamağını berdi degan bu yerda jazo var. Şunda. Bu hacı qilmagan, mesela bir adam hacı qilmagan bolsa yoki bir namozni vaqt o'tkazib qo'ygan bolsa, u vaqtda uning jazo kelmaganligi uchun u yerda hech qanday uni qazosi qilishga hojat qolmaydi. Bir tarafdan, ikkinchi tarafdan vaqt o'tib ketganligidan uniki qazosi qilishga hojat yo'q degan gap. Allah razı olsun. Da olsa mağalık beni başka soğanlama çıkıyordu azı benim ağzımı çıkıltıdı. Kiler sağa sorayla. Bugünkü programıma inkaz yazgan kardeşlerden birisinin inkası dikkat çekti. O kardeşimiz depti Facebook çıkan inkasta. O iki kişinin necisinden depti de onda demeyen. Özü pişermen kılalar bir güne. Bu ikisinin cinini Allah hemimizge ibret karakterlik etmesin depti de. Hem biz burun boğan bolsa ma duadan hiç hata alıqı bizini düşünmeydik. Bu şey dersini öğrengendен keyin ben şundan qarab inkas yazdım da yazıp mening bergan inkasım hayatınızda birisinden alanmagan qaz pulunuzun yani bizge etmesin degan şekilde duayınızda yaxshi o'ylanib baqing. Siz renjivatgan bu programda alaqadar mazmun dua ve istiğfar namlıq dersde bor. Şunu anlap bakın. Eğer Allah'tan hakkı korksanız dininizden ügünüp kileyim. Diyen şekilde inkas yazıp koysam bu depti yana yaxşı adam ediniz Pida Efendi'den. Lekin bazı bir söyümlük Resulullah degen kalep Allah'ın işki barmakların arasındayken Allah halığına hidayet kılırken halığına azdırırken onu depti de. Bunun kartı dedi brader Allah töhmet kılmak. Allah'a hidayet ve azalat özü belirlep koyup hem de yani özü cezası kaldı azalat oldu diye yazıp koyduk. Yani demek ki eğer bugünkü Kur'an'dan nazar damlık dersinin ki jukuda aşı hatalıkları his kılıp tukşu. Kardeşlerimiz kançılık okugan buluş mümkün. Nurgun dersler, nurgun kitaplarına okugan buluş mümkün. Jukuda dağıtkan gepide kançılık hata bağlıkına his kılmalı. Özü zaten din degenden eser yok insanlar. Din emez, ilim degenden eser yok insanlar bulaçı. Onun için bula özü anı kıppesin, zaten Xudanı iş kurup öğrengen insanlar bula. Hayatı boyunca Xudanı iş kurup camiye kirip oldu. Xuda anı kıppesin, vatanımızda müstakil kıppesin, Xuda kazda de Xuda o böyle. Bundaki insanlar da bula. Onun için özü kişiler kağa şoğa kasa bula. Peygamber Aleyhisselam zamanı dehli bir gap. Peygamber Aleyhisselam diye bu şu müşriklerin özü. Nurgulluğa hakaret kılıp o kımığa esirlik kabul. Şunu koş iş hazır kavakta. Mesela bularki Kur'an düşmanlığı yani hakiki din düşmanı bulardı. Mana kavakta. Estağfurullah. Hakiki dinin özü Kur'an'ın özünü oturup koyuvatkan bir yerin özde
bu insonlarga la'nat qilayotgan bo'lgan bo'lsa, la'nat yuzi qaydi degan gap. Endi Ay birisi adaptiki Tayyip qavmini halok qilishga duo qilish tilashni bu nima qilsa, tavsiya qilsa, hidoyatiga da'vat qilgan payg'ambarninki varislari bo'lgandan keyin biz bularga hidoyat talab qilib, biz sabr qilishimiz kerak ekancho. Chunki biz hidoyatni so'zlayapmiz qarislar. bir gap deb biray. Bir gap deb biray. A birodarga boshda debdi, nayt ibrat qilib jenvi epberse debchi. Xudoyim nayt yaxshi ibrat qilish uchun, nayt yaxshi o'lgu qilish uchun jedimiz Allah, ashunda holatchi. Jenimiz uchun yaxshi taslim qilamiz. O boshqa bir masala. Birisi manda dedi. Bu Qur'on chilarnichu o'z xulqimdan oldimchu. Birisini sen kafir desen, bir musulmonnichu masalanchu. Eğer aş kafir olmay qalsa, o yenip kelib, senichu tapıda sen kafir olup gitse. Şunu ben hayatımda 3 şeyden aşağıda köydüm. Ayda boğunlucu, ayda depsiler, başkalarca. Ki anda boğmay, oluq yenip kelib, özleri olup gittiğiyle Ben bunlardan kafir demeyim dedi. Ben binez demeyim. Ama dikkat kılınlar. Üyüge bağa baktığında mimanda açtıkça. İşte güçü bile müşriknin güçüne sizlere yüzü mümkün. Loşuluğu bir dikkat kılınlar dedi evde. Heyran kaldı ben bu adam. Aşağıda yüzüm. Müşrikinin anlap kayıtının bir. Bir yerlikliğinin ki imam hem de uçu. Aşına özleri bir nöküp baksan uçu kayıtının Kanda bir cinayet kıgallıkın özü bilse. Kur'an'da ayet var o. Eğer birisi etnam çaplasan, haram şundak o. Aşı etnamda güçün işgende olursa edeklikçi. Hem de bizi kafir deyişten kokap, yenip kalamak edepçi. Ama de ki Allah'ın ayeti miyade onun karışık kıvatıdı. Valla değerlidir. Muhabbalıqı temiden sırt olsun fakat şu ana temi bo'lgan Qur'ondan nazarnamalik, Qur'on manbalik din tushunchasiga aloqador bo'lganligi va bu darsning bizga yuqtirganligida bir isbot shaklda aqllarga sunib qo'yish uchun men ma'ni qo'shimcha qilib qo'ydim. Endi biz qo'ysak bo'ldi. Mening savollarimni men bu daqiqatimga olib qo'yman. Men chekindim, ishkanaga sana qoldi Allohim. Biz tariximizda bu yolg'on din, o'ydirilgan dinning oqisiga kirib, qanchalik vayron bo'ldik, hozir qasolat keldik, misol. Qasolat keldik. Mushundaq bir holat kelgan vaqtning o'zida, bizning mush holat kelishimizga, mush o'ydirilgan din nomida kirgan narsalarniki biz sababi bormi yo'qmi? Misol. Men o'ylaymanki, eng az 80% bizni mush holga kelgan mush o'ydirilgan din. Şu uydurulgan dini epmangan mollalar bizni mushkunga kelgan odamlar o. Endi millat mushkun kelgan vaqtda jon halqumiq kelgan darajadagi bir vaqtimiz endi. Mushundaq bir vaqt kelgan chaqda bo'lsa-mu, zodi biz to'xtab tura. Biz Alloh taolo Qur'oni Karimda sen Allohniki hidoyatni qabul qilsang, nijot topsa debdi. Qur'onda. Biz nijot topish oyda qilib qolsin, halok bo'lib, yo'q bo'lib ketyapmiz. Zodi biz Allah ko'rsatgan to'g'ri yo'lda mangdikmi, zodi manga yo'limizni bir qatim tekshirib boqaydi deydigan yo'li bor bu odamniki. Buning uchun majburiyati bor. Uni o tekshirish oyda qilib qolsin, yana mush xato yo'l to'g'ri. To'g'ri bo'lsa nima uchun biz nijot topamaymiz? Muş adamlar ergeçken insanlarımızca en özü geksamım nima eğir gekvatımı milletin nemizde. Peki aş adamını aldın selip aş adamını bizim nicatlıkı başlayıp mağını tep aksız kırvagan adamında bir kaldı yok da. Şunun için millet bu dini saat olsun her kandak saat oynaş gerek. Kur'an'da bağ nesini kılış gerek. Yok nesinin özüne kılması lazım. Kur'an'da ben hazır deydi nurgun adamlar. Mesela peşim 10 rekat, Kur'an'da 10 rekat namazı var mı deydi. Yok. 2 rekat var. Yani 10 rekat yokken o deydi de
10 rekat yoksa 2 rekat okuşun gerek o vaxtda. Kur'an 2 rekat oğandıkın sen 2 rekat okuşun gerek. Sen o 8 rekat nimici okuysa sen? Xudanın sınıf namazına ihtiyaç yok ki. Bu ibadet degenin özü Allah'a itaat kılış degen gep. Allah Teala o yerde sen 2 rekat okuysa 2 rekat okuşunun özü Allah'a itaat kılmak. 2 rekat oku sen 2 rekat oku degen ben 10 rekat okuyduğun kişi de Allah'ınki degende sen köz gilmezlik Allah'a itaatsizlik degen gep. Şunun için bu yerki nesne mi degen vaxtda biz özü Allah'a itaat kılımız. Allah diye yol boyunca mağımız, Allah'ını kösetmesi boyunca meniş arkalık biz çokum galbi kılımız deydiğen bolsak, Kur'an-ı Kerim'deki meyl ibadet kısım bolsun, meyl iqtisadi kısım bolsun, meyl siyaset kısım bolsun, her sahada biz bilişimiz lazım. Xalqaralık seviyedik en yukarı özü bir ölçem boyunca özümüzün işini yapmalığa mandak bir seviyeni yetiştirişimiz lazım bu yerde. Özümüzni kutkuzucumuz lazım ve milletin kutuluşuna hesap koşuşumuz lazım. Şunun için milletimizge deydiğimiz nima degan vaqtda Molla Arapça bir gapni qilib bersin, dinga o'xshaydi deb egashmaslik lozim. To'g'ri bo'lsa, egish lozim. U yerda xato gapni to'xtayavay, molla. Nim deyapsa bu yerda sen? Faqat qala Nabiy alayhisalom desama, u yolg'on gapni qilsa, xato gapni qilsa, bu yerda sizning gapni xato deya olish lozim millat. Doğru. Rahmetli dedem deydigan aşu. Balam, kalbiniz işitin, aklınız işitin. Böyle topak nima, burnudan çülük ötküzüp, küçük bala tutup koysa yitlep mağalaydı. Anda adam bulma, aklınız işitin deydi. Akıl bek mühim de, Kur'an bek mühim de. Burada ustazında olsa başka suallar yine qarindoshlarimizniki belkim maderisi anılgandan keyin yine kalılarda suallar tug'ilishi mumkin. Kelar saat inşallah kelar saat kişi suallar bo'lib qolsa biz tayyorlab sizlarga ivetib beramiz. Sizlar javobini kelar saatlik darsda bersizlar. Ana ular. Bütün özü körermenlige salam, eğitim mübarek olsun. Kelar Bo'ldi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli dunyoning har qaysi joydagi qarindoshlar, fidoyilar ekranininki ko'rmanlari. Bugungi 22-son Qur'ondan nazar programmamiz 5 yerda tugadi. Allohning o'ziga omonat. Saloma Allohdan rahmat tilaymiz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat ustoz. Allohga omonat. 23-sonda ko'rishdik.